Assalamu alaikum. Geldinglar. Ashundoq. Kelgan bo'lsanglar, so'z aytayman. Daftaringlardan qalbinglar bormi? Qalbinglarni billaga keldinglar. Ma'lum bir mudda maqsad nishoni ayrilgan bo'ldi-ku deyman. Cho'qim ma'lum bir maqsadingiz bor. Buni suganmaydingiz. Cho'qim bir o'yingiz bor. Bir gap bor ashada. Shunaqmi? Ozroq bir gap bo'lsa, hargiz suganmaysiz bu tilni. Shunda bir savol chiqib qoldi. Nima uchun o'rganasan degan. Sizda javob bor. 100% bor. Shunaqmi? Masalan, mana javob berman deb beray. Chet elga chiqaman. Yoki chet elda o'qiyman. Yoki maktabimda imtihonni qana qilma, balduroq bugun o'lib, texnik yaxshi beraman. Yoki aspirant o'qiyman. Yoki bo'lmasa, siz ma'lum odamni kaltamoqchi bu yoki. Voy xudoyim. Mandam ulug'lar inshaalloh manka. Ish qilib nima bor bu yerda? Maqsad mudda ayrilgan bo'ldi. Bilgan adam. Endi lekin maqsad mudda ayrilgan bo'ldi desam, bu kishilarning maqsad muddasi nurg'un kishilarning ketilgan vaqtda va qisqa vaqt qo'pilib, birdamning ichida boshlanib, birdamning ichida oxirlashib tugab qoldi. Masalan, hozir boshlangan mudda maqsadingiz aniq. 4 darajə imtahan vermək, 6 darajə imtahan vermək, yoki bu mütaqilman deb keldiniz, bugünüb kelib, həmmini unutsuz. Təşlaq qoysunuz. Bu imtahanı verməysiz, bu tilini öyrənməysiz. Şunaqı deyman. Yapma, ajnaq qılamsızlar, ama. Əmdə til öyrənişdə birinci qalbi qıldığan açqış nədə deyəndə, mən hazır dəb birəyim. Maqsad müddət emas. Tilgin işte birinci qalbi qilgan ochko'ch pravda. Prak. Nima u? İştiyoq, prak. Kuchlik, sizniki kuchlik bir o't bor. Nimaga nisbatan? Shu tilga nisbatan. Endi nurg'un kishilarning bir ishni qilib şu işni en ahir bek güçlük vücudga elib chiqarishida g'albilik alda aç ishni ro'yobga chiqarishida nima bor deganda birinchi ochko'ch prak bor. Shu ishga bo'lgan ishtiyoq bor. Shu ishga bo'lgan kuchlik muhabbat bor. Shuning uchun bu odam qanday qildi? Armaydi, palmaydi, zerikmaydi, terikmaydi, yig'lisimi şu prak bilan meni tilligini ishga kelganda birinchi sizda zodi prak bormi yo'q. Azroq bormiki deyman. Bormi? Bir xil hayajonlamsizlar. Kitobni ochganda. Bak hayajonlanib ketishingizni notaying. Lekin hayajonlanmaymi? Turammaysizlar. Men o'zimning hikoyamni aytsam, men 94-yili tilginish boshlagan. Bu vaqt qanday hayajonlangan desam, 94-yil menda mana tilginishga hayajon, ikki xil hayajon. Birisi nishonim bor. Chet elga chiqaman, chet elga chiqib o'qiyman dedim. Bu nishon. Yana bir hayajonim tilgansam, qattiq nima bo'ldim? Qo'shiq istim, bilsam-ku, texmi bilsam deydim. Şunların her günü Arapça radyo anlaydım, her günü Arapça yazdım, yadılaydım, radyo anlaydım. Şunların 2 yılda Arap dili öğrendim. Arap dilini bu Arapça kılıstop ettim. Endiki gap hazır nechinchi yil öğrendim bunu? 94. 96'ya kadar öğrendim. Şu çağda kuchlik o't bor menda. Shuning uchun 2 yil nima qildim? To'xtamay yonaldim. Men mana bir g'alaba kelishdim. Birinchi. Mening arab tili ham Uyg'ur tilidagi yiziqchilik, ya'ni nima pochirkam deyman-ku. Pochirkam intan chiroyli bo'lib ketdi. Mening hitim ba'zi ko'rsa,
Namda 8 qo'yma bas, lekin haqiqiy o'tirib yozganimsam intan chiroyli. Bu qizlarning xiti bo'ladi. Chunki qizlarning xiti biroz chiroyli qildi. Ammo qizlarning emas. Mana o'xshash terishib yozganman. Shuning bilan oxiri 96 to'xtab qoldim. Nima uchun to'xtab qoldim deganda men yana bunday bir narsa. Mendagi passionga inglizcha praq degan gap. Mendagi praq yo'qligini yo'q. Lekin xod yetdim. Yani xodni qanday yetdim deganda men chet elga chiqib o'qiyman deganda ingliz tugansam bakrak chet elga chiqib o'qiy olganman. Shuning bilan ingliz tugandim. İngilizce öğrendim, ben de Prag'da, ben de nişanba. Nişanım neydi? Çatalcık okuş. Öğrenip en ahire 2 yıl öğrengenlik için hele İngiliz dilini hele sözleyelim buldum. Çatallıklarla fikir alıştırıp da hele mürekkep paranlarını kılalayım buldum. Lekin mandak bir narsani his qildim, mandak bir haqiqat bor ekan. Unchalik paranlarni qila olgan bilan yana siz o'zingizni nima his qilsiz deganda, yana o'zingizning, ya'ni sizning chelikingizdagi suvning intani ozligini his qilsiz. Yana o'rganmising, bo'lmaydi olg'ini his qilsiz. O'rganib chet ellik do'stlarim bilan paranchi bular mendan nima so'rab bergani, mendan g'oya so'radi. Nishoning, g'oyang nima deb. Men chet elga chiqib chet elda o'qish desam, nada o'qish deydi? Oliy maktabda o'qish desam, sening hozirgi o'qig'inin qanchalik o'qigan debdi. Men aran hayotimda 6 yil o'qib batgan maktabda dedim. Navchaq necha yosh desanglar? 18 yosh. Maktabda 6 yil o'qigan. Shuning bilan men chunki kichik vaqtimda 5 yil boshlang'ich o'qib, to'liqsiz 1 yil o'qigandan keyin maktabdan chiqib ketgan. Men tijorat qilman, savdo qilib maktab o'qimayman deb. 6 yil jamiyat yurgan. Men arab bilganga vaqtim bor. Jamiyat tijorat qilib yurgan vaqtimda arab bilganman. Bunga ingliz tilini o'rgangan vaqtimda jamiyatda tijorat qilib yurganda ingliz tilini o'rgangan. Men mana hikoyamni faslama deyman balki. Shuning bilan 97-yilning oxirlarida chet ellik do'stlarim menga dedi, "Sen bu 6 yil o'qibsan, ya'ni boshlang'ich 5 yil to'liqsiz 1 yil. Bu undaq turib sen chet el oliy maktabda qanday o'qiy olaysan?" deb savol qo'ydi. Savol qo'ygandan keyin men dedim, "Men ingliz bilgandan keyin o'qimamdimi?" Sen chet elga chiqsang tozliq ishchilarini ingliz tilini bilgansan. Bu ingliz tilini bilsang, chet el oliy maktabga kiradigan ish yo'q. Sen yani universal bilim sapayın bo'lish kerak. Yani mat jungolik bir nim bo'lgan ekan, jungoning bir garajlarni olgan ekan. Sen jungoning hech bo'lmaganda o'ttir maktab ma'rifati qanday qilgan bo'lish kerak? Tugatgan bo'lish kerak. Ondan oliy maktabda o'qish salohiyati kelsa degan ekan. Mening beshim bir o'qdagdi. Shundan beshim og'rib, oxir qarsam 97-yilga mening boshlang'ich savodoshlarim oliy maktabga imtihon bergan. Oliy maktabga o'tib bo'lganda Şunun bilan ba'zilar endi tug'ilgan vaqtlarini og'dayman. Oliy maktabga imtihon berib bo'lgandan keyin men qanday qo'yildim deganda men endi oliy maktabga kirsam hozir qanday kirman degan o'yladim. Oxiri to'liq bir kirib o'qidim. Mendan kamida 3 yosh kichik bolalar. Shuning bilan to'liq bir kirdim. Tijoratni butkul do'konlarni hamma mollarni setib, to'liq bir kirib o'qib 2000-yilga kelganda ana oliy maktabga keldim. Ali maktab imtihon berdim. Matematikani 1 numar kamlab qilib o'tamadim. 2001 qayta o'tab Ali maktabga keldim. Endi mening yo'limda har xil o'rganish yo'limda nurg'un to'saqlar bor. Mening hozir egilik tiklash yo'limdimi o'tmishdan tortib hozir qadar nurg'un nimalar oldu? To'saqlar oldu. Har xil qiyinchiliklar oldu. O qiyinchiliklarni yengilgan gap. Endi hozir mishak kelgan savoddoshlar til o'rganishni usul izlab keldik-ku. Birinchi usul. Sizda o'chmaydigan bir sham bo'lishi kerak. Men dedim, Praq dedim bu, bu sham. Nima u? O'chmaydigan sham. U shamni puflab o'zingiz o'chirib o'tishingiz mumkin. Lekin faqat har vaqt, har zaman qanaq tursiz, yiqib tursiz. Asta u sham erib, ostiga tushgan vaqtda yana yangi sham yasab, yana qanaq qilsiz? Yana pelikini tutashtirib, yana o't yoqsiz. Yana o't, yana lavildab. Yana o't yoqsiz, yana lavildab. Chunki yana sham bo'lmasa, bir yorug'lik bo'lmasa, ishni qiyg'il bo'lmaydi. Qarang'ulik qila olamsiz? Qila olmaysiz. Unda o'g'an kim bu yerda? Mushu tilni o'rganishga nisbatan sizda kuchlik bir ashunda Praq bo'lish kerak. Ham bu Praqning tikki yoshirilgan bir narsa. U bo'lsin nima deganda sizdagi g'oya, sizdagi orzu, sizdagi armon, sizdagi nishon. Bu gaplarning hammasi birg'u. Endi sizning g'oyangiz, sizning nishoningiz, sizning armoningiz endi
boshlangan vaqtlar bek ulug' var bo'lib ketishini atayın. Shunaqa? Lekin hech bo'lmasa sizning bu ingliz tilini bilib bir yaxshiroq yashag'ingiz bor. Shunami? İngiliz tilidan iborat bir qoral yoki ingliz tili va yoki boshqa bir til. Shuningdan iborat bir qoralga erishib, texim o'zingizning o'ylagan arzu-armonlaringizga tezroq qanaqingiz bor? Yetkiniz bor. Yetkil bo'lamdi? Bo'ladi. O'ylab ko'ringlar, men bayatda bir hikoya debdim, men dukka ochdim deb. Men Qashqar Yangi bozor degan bir bozor dukka ochdim. Balkim Qashqarga borsanglar, Yangi bozorga chiqsanglar, ko'rsizlar meni dukka ochgan yerimni. Hozir kerak emas. Hozir qildim-mi? Hikoyat deb. Ota. Men 6 yil aşağı dükkan açkan. Hem de benim dostlarım var. Hazır neymiş kılırlar? Dükkan açılır. Bunlardan ben ayda yılda bir hakitim bassam görüşmem. Lakin bizim hayatımızdaki nişanımız okşamağaçka, hayattaki hazırlıklı bizim ornumuz, cemiyetlik ornumuz, göz karşımız, kıymet karşımız, bizninki davatkan paranglarımızın mezmunu qanaqmaydı? O'xshamaydi. Hem bizning dunyoga bo'lgan nimamiz, tushunchimiz faqat o'xshamaydi. Bular dukaychot. Men nima qilyapman? Men dukaychotman. Atlandan iborat bir dukkanni. Aytib kelaylik. Ay shu Pragning tekki yoshirilgan bir nimamiz bor, g'oyamiz bor. Menda şu chet-elga chiqib o'qiyman degan g'oya bo'lg'achqa, men tilni ügünüp oxiri nima kelgan desanglar 2001-yil bayatdan to'xtab qoldim, oliy maktab keldim-ku. Xinjiang universitetida kelganman. Kelgan vaqtimda mening iqtisodim bor, 60 ming yuan. 60 ming, chunki men 6 yil tijorat qilgan emasman. 60 ming yuan pulim bor. 60 ming yuan pulni unda qo'yib qo'ysa, bu 60 ming yuanning nimasi qimmati to'lab ketadi. Şuna ben bir taksi maşinesi ile taksi. Bir nevra akamni yallab işletip, şundan Qashqarda qo'yib kelgan. Yani bir tarafdan bu pulim qana qildi? Pul tepib meni yurdi. Men oliy maktab kelgandan keyin maqsad nishonim chetga chiqib o'qib kirish. Oliy maktabda chiqdi. Shundan kelib TOEFL degan imtihonni berdim. Undan yaxshi nomer olib, bir qancha Kanada, Amerikadagi bir qancha universitetning oliy maktabining chaqiriq xatirmi keldi. Kelgandan keyin bu chaqiriq xatini ichib qarsam, bularni to'liqtirish o'qiyman-da. Qarsam, aşağıda 4 yil o'qish uchun menga kamida jungo puli 600 ming qo'yib pul olish kerak ekan. Qancha pul? 600 ming. Hozir yenimda bor pul 60 ming. Ko'paytimiz qancha? 10. Buni 10 ga ko'paytgan bilan matematikada 600 ming oldi. Lekin yanchiqlik pulni 10 ga ko'paytib qilolmaydi. Shuning bilan ota-onam men unda jiq pul bermaydi. Men dadam degandim, dadam o'zingga tayinsa, men bunday jiq pul yo'q. Dedi. O'zim tayin ekanman. Men bu o'sh kishimdan 13 yashim, o'sh kishimdan tortib o'zim tayangandim, dukaj. So'ng qaytadan o'zim tayin ekanman deb qarab baqsam, ingliz tili 4-darajada, 6-darajani o'tabdimi, TOEFL'ni qanaqdimi, yaxshi nomer olibdimi. Men 99 muddat ingliz dars o'tgan, qo'shimcha kirib qildim. O'tir maktabda o'qigach, oliy maktabning bolalari dars o'tdim taqochada. Shuning bilan 2001 oliy maktabga keliblar kurs ochdim. İngiliz dili kursi. Bir mavsumda chiqqandim, ikkinchi mavsumda tortib mening ismim tarashga boshladi. Aytmoqchi otlar yo'q dedi. Qasimjon bor dedi. Qaysi kursda o'qiysa? Qasimjonning kursida. Men sinflarim liq-liq 100-200 odamlar, shundan xabarlar bor. Shunga dars o'tdim. Men 1 yil dars o'tgandan keyin yanchiqim qilib to'plandi. Chunki birinchi mavsum dars o'tganda men maktab rahbarlarining ishonchiga erishish uchun ham ularning qo'llashiga erishish uchun bir sinfning pulini butunlay namrat o'quvchilarga iyon qilib o'tgandim. Pul topmay. Shundan ikkinchi mavsumda rahbarlar qo'lladi. Qo'llagandan keyin men yanchiqim kirdi o'qib. Ikkinchi yilga kelganda ondan nima ish qildim deganda, ikkinchi yilga kelganda o'qish to'xtatdim 1 yil. Ya'ni maqsadim texmo İngiliz tilini texmay eng yuqori saviyaga yetkazish, hozir qolib qanaqa qilmaslik, turib qolmaslik, yana bir jihatni kechirisham kursni ichib, yana texmi jiqroq iqtisod to'plab chet elga izroq chiqish. Ochdim, ikkinchi yilga kelganda shunday yaxshi bo'ldi. Mening iqtisodimni bir 200 ming qo'y topdim. 3-yilda maktab qaytib kirib, bir tarafdan o'qig'ach, bir tarafdan kursimni ichib,
qarasam bir Ümit Yulduzi deydigan mamlakatlik bir musobaqa bor ekan. Bu musobaqa birinchi bo'lgan odam Kanadaga chiqdi ekan. Kanadaga chiqdi ekanda, shuni ko'rib qattiq qiziqdim. Qarasam bu 2002-yil qatnashganlarning talaffuzlari, saviyalari bir xil qarasam shunda o'ynab ketibdi. Ular meni bunda o'ynamaydi-da. Men qatnashay deb 2003 qatnashdim. Şinjan Uyghur Abnum rayonida 15 nafar odamni yermal qilish musobaqalagandi. Qog'oz imtihon oldi boshda. Qog'oz imtihonidan 15 kishining ichiga kirdim. Lekin haqiqiy endi nutq so'zlash, savollarga javob berish, tayyorliqsiz nutq degandeklarni oltining ichiga kirdim. Eng oxir birini tanlab Beijingga olib turdi. Eng oxirida shunda kuchli raqobatda eng oxir birinchi bo'ldim. Birinchi bo'lib, Beijingga berib 20 nafar mamlakatning har yerdan kelganlar bor ekan. Ular bilan musobaqalashib 20 nafarning ichida birinchi bo'ldim. Shuningdan 10 nafar tanlandi. Men birinchi bo'lib tanlandimda. Va 10 nafar hal qilg'ish tanlangandan keyin televizorda beryapti-da uni. Men o'yladim, men birinchi bo'lib ketdim deb o'yladim-da. Shuningdan O'zbek ishini bitibdi-mi? Keyin tayyorliqsiz nutqqa 2-3 kun vaqt berganda men O'zbek ishini bitib tayyorlik qilmabman. Tayyorliqsiz nutq olgandan keyin chiqdim tayyorlik so'zlayman, tayyorliqsiz so'zlayman deb. Aslida uni tayyorlik qilgan ekan. Ben bir qancha sekund to'xtab qolgan yerim bor. Shundan 4-o'ringa chiqib qoldim. Men shu joy ichim qattiq yig'ildim-da. Chunki nechinchi bo'ldim emasdi? Birinchi bo'lsam Kanadaga chiqdim. Boshida Kanadada o'qishimni boshlab ketdim. Ko'nglim shunday yerim bo'lib qaytib kelib, yana bir iroda keldim. Ya'ni CCTV lonkisi deb yana bir cho'ng musobaqa bor. Shuning qatnashman deb 6 oy uni to'xtamay kutubxonada tayyorlik qilib, bir tarafdan dars o'tmay, bir tarafdan darsim qatnashmay, yana boshqa vaqtda kutubxonada 6 ay tayyorlik qilib 2004-yil 10-oyda CCTV qatnashib, yana Abnum rayonida birinchi bo'lib, mamlakatda 96 nafar odam borki, 12 saviyasi yuqoriroq CCTVning eng yuqori saviyasi. 96 ming ichida 23 tanlayotgan Shangang, Alman, Tayvandan 3 nafar, qolgan cho'nqiroqdan 20 nafar. Uningga kirib, oxiri 23 nafarning ichiga kirdim. Kirgandan keyin 23 ning ichida 2004-yil. Natijam 96/59 nomer bilan birinchi bo'ldim. Birinchi bo'lgandan keyin ular Hanzuchi saviyasini sinaydigan bir bo'lakni qo'shdi. Qo'shgandan keyin mening saviyam bundan o'cha emasda. Men shundan 3-darajalik mukofot qilishdim, lekin mening natijam hozirga qadar tarixda mening 96/59 natijamni har yilniki, hamma yilnikidan shu nomerni selish tursam, u nomerni olganlar yo'q CCTV nomsida. Shu birinchi bo'ldi. Hamda o'zim maqtovlik emas, bu bir hikoya-ku deb turibman. Hamdiki gap qaytirib kelaylik. Hozir misholotlarga mandaq bir narsaga bak qiziqdi. Bo'pti, menda piroq bor, qattiq kuchli ishtiyoq bor. Menda nima bor? Orzu, nishon bor, shunaqa bor. Endi tezroq uygunliq ashini deb hamamsiz malli. Shunday. Birinchi javobim. Tilni tez o'rganaman degan o'quvchi bo'lib qolsa, mandaq bir javob bor. Bir kitob. Masalan, hozir men savodlash bir kitob bor ekan. Bu kitob, men atlangiz sizlagan bu. Men qancha soat tugaydi desangiz javob beraman. Bu 60 soat tugaydi. 50 soatdan 60 soatchilik dars o'tsam, o'qituvchiga intayin yaxshi tushuntirib qanaqa qila olayman? Keta olayman. Bunda kitobning jami natijasi bor, 8 bor. Agar 8 ni o'rgansangiz, saviyasini agitib o'rganda TOEFL, IELTS degan imtihonlarning TOEFL 120 nomer, 100 nomerdan ortiq nomer olgan, IELTSdan 7 dan ortiq nomer olgan saviyaga yetib olasiz. Yani demek ki xalqaro ingliz tili saviyasi sinash imtihonining hammasini qana qilsangiz, yaxshi intayin yaxshi nomerga erishib, unga inglizchangiz intayin ravon bo'lib bo'ldi. Necha kitobdan? 8 kitobdan. 4 qism tugatsangiz 4-darajani o'tasiz. 6 qism tugatsangiz 6-daraja ham aspirantlikni o'tasiz. Bu muqarrar. Chunki bu kitobning mazmuni qanday? Ash saviyaga olib turdi. Endigi gap. 60 soatdan sarf qilsam 8 qism kitobni necha soat sarf qildi ekanman? 480 soat. O'ylab qo'ying, 480 soatning orani necha kun? 20 kun. Ashuna deb turaylik, agar kunga silashtirsangiz necha kun? 20 kun. Undan ingliz tilini 20 kun degan bo'ldi ekan-ku. Endi gap. Sizning ingliz tilini 20 kun degan vaqtingiz bor. 480 soat. Uxlamamsiz? Tamoq yemamsiz? Orom olmamsiz? Boshqa hayotingiz yo'qmi? Bak. Men sizlarga deb turay. 20 kunda ingliz tilini o'rgangan olmaydi. Lekin 20 kunda ingliz tilini o'rgangan bo'ladi. Qanday gapaman? Ya, bu gap mandaq gap. Ba'zilar mandaq deydi. Siz agar bu sinfda ingliz tilini o'rgansangiz, manchilik vaqtda yoki manch soat darsdan keyin mandaq bo'lasiz. Shunami? Bu
Rost gap bu. Lekin quruq gap. Qanday yeri rost deganda, o'qituvchi shu darsni ashunchalik vaqt ichida o'talam desiz o'talaydi. Shu kitob shu varaqlar tugam desiz tugaydi. Lekin men yana bir narsa missing, inglizcha missing deymiz. Bir narsa yo'shirin kam qoldi. Bir yerda siz diqqat qilmaganmisiz? U bo'lsin, kim bo'lsangiz, tilni kim o'rgatadi? Kitob o'rgatganda, o'qituvchi o'rgatganda hech qanday shu tilni bilmaydigan odam o'rgatadi. Endi sizga kirib turib javob beramiz bu gap. Sizning iqtidoringiz, sizning o'rganish alayligingizni men tushunaman. Bu til degan qanday narsa desiz, mana narsa. 480 soat dars qatnassam, hozir mushu 0 saviyadan men bir taq desak hozir ha 0 saviyadan darholla taqning uchiga chiqar ekanman, ya'ni IELTS TOEFL'dan o'tab bo'lganman, aspirantdan o'tab bo'lganman, 4-6 darajam hammadan o'tab bo'lganman. Chiqib ekan-ku. Taqning uchiga chiqib ham o'qilsam bo'ldi ekan. 8 qism kitobni tugatgil bo'ldi. Lekin ingliz tilini tugatgil olmaydi. Bu qanday narsa? Siz ingliz tili, mayli ingliz tili olsun, har qanday til. Yoki har qanday bir ish qanday narsa desiniz, hargizmi uning cho'qsiga chiqib bo'lmaydi. Uning cho'qsi yo'q. Agar cho'qsi bor desangiz siz mag'lub bo'lasiz. Chunki cho'qsiga chiqqandan keyin siz uxlasangiz, siz tugaysiz. O'ylab beqing. Sizni men nega gapiray deganga Angliyaga gapiray. Angliyaga gapirib sizni 5 yil Uyg'ur tili, ya'ni o'zingizning ona tilingizni ishlatmaydigan sharoitga qo'yay. 5 yil. 5 yildan keyin kitob o'qimang bo'ldi Uyg'ur. Hech qanaqa qilmang. 5 yildan keyin siz menga qaytib keling, duduqlaysiz. Yaxshi so'zlayolmaysiz Uyg'ur tilini. Balki Uyg'urcha ustutdingiz. Nimishqa? Siz taq chiqib bo'lgan, taqning cho'qsiga chiqib bo'lgan. Nega? Uyg'ur tilini yaxshi bilib olgan, o'zingizning ona tilingizni yaxshi bilib olgan. Ularga o muhitdan aylik etsangiz, ya'ni davomlashtirsangiz, bu tugaydi. Endi hozir men ingliz tilini shaxsan men o'zim hozir kitob o'qiyman. Kitoblar qanday kitob bo'lsa, shunda rohatlik o'qiyman. Bir narsalarni, masalan, xabarlarni yoki hujjatli filmlarni ko'rsam yoki kinolarni ko'rsam rohatlik ko'raman. Lekin men o'rganib bo'ldim. Bo'ldi ham. Deydigan yo'q, men yana qanday qilaman? Davomli qilaman. Endi bayatim menda aytganda bizningki shu til o'rganganda bizning nurg'un saboqdoshlarimizning bir o'tkazadigan bir xatolik bor. Sham darhol yoqdi. Sham yiqildi. Firaq bog'i, o't bog'i yiqildi. Nishoni bor. Nishonim bor. Vochchini boshlaydi. Birinchi savol nima deganda, ma'lum qanchalik vaqt o'rganib bo'lmadi. Yaxshi savol. Hammadan har qanday bir ishni qilganda shunga qiziqadi. Qanchalik vaqt ketadi? Men sizga javob berdim, 480 soat ketadi dedim-ku. 480 soat ketar ekan. Lekin ham siz buni qanday bilib turasiz? 20 kunga bilib turamsiz? Mumkin emas. 60 kunga bilib turamsiz? Hechim mumkin emas. Endi menchi bo'lsa, siz buni qanchalik uzun nima qilsangiz, bilib bersangiz, shunchalik yaxshi. Endi nima uchun qanchalik uzun bilib bersangiz yaxshi deyman deganda, ba'zanlar hayajonlanib darhol bir narsani tilni o'rganishni boshlaganda bak jiq vaqt sarf qilishga. Bak jiq vaqt sarf qildi. Nima uchun jiq vaqt sarf qildi? Tezroq qana qilasam, mushti g'alba qilib olsam deydi-ku. Bu bir xato tushuncha. Jiq vaqt sarf qilsangiz, tezroq bo'ladigan ish yo'q. Chunki 4 soat bo'lgan sarf qildingiz. Siz 4 soat sarf qilsangiz, unumga erishsiz. Bugunlik unumga erishsiz, 4 soat unumga erishsiz. Lekin siz bugun 4 soat sarf qilganligingiz uchun hayotdagi asli mush ingliz tiliga sarf qilish tegishli bo'lgan 1 soatni sarf qilmay, yana boshqa ishlarga sarf qilish tegishli bo'lgan 3 soatni qanday qilib oldingiz? Tatib oldingiz. Tatib olgandan keyin erta o'gin indidagi 3 soat sizdan haq so'raydi. Ingliz tiliga sarf qilma deydi. Sizmi ma'qul deysiz nimishqa? Ha, tuniga 4 soat o'rganib emasmi? Shuni bilan 3 kun o'tib turib, yoki 4 kun o'tib turib. Endi meyak qilaylik. 4 kun o'tib turgandan keyin qayt yana qo'lingiz qilib, yana 4 soat sarf qilish ta'sirlik bo'ldi. Bak ta'sir to'xtaydi. Chunki siz nima ish qildingiz? 3-4 kun tashlab qo'ydingiz-ku? Tashlab qo'ygansiz. Endi 4 kundan oldin o'rgangan 4 soatlik ingliz tili 4 kundan keyin o'rganmay tashlab qo'ygandan keyin nimaga aylanib o'tsangiz, lo'sh-lo'sh bir narsa aylanadi. Yo'q bu narsa. 4 soatingiz nolga aylandi.
Endi men mandaq deb beray. 4 kunda siz 1 soatdan vaqt sarf qiling. Necha soat? 4 soat. 5-kuni kelganda sizdek nocha g'alba qilgan odam yo'q. Endi buni uzartib beraylik. Siz 40 kunda yarım soatdan vaqt sarf qiling. Agar yarım soatdan vaqt sarf qila olsangiz, bir kuningiz necha soat mı? 24 saat. Müşahir o'tlagan soatlar ishi nima? Bizdek mushunda Şinjan Uyg'ur avtonom rayonida yashayotgan nurg'un mushundaq qari ko'z, qari chashlar nima ish qilamiz degani vaqtni vahshiy isrof qilamiz. Endi qilishimiz o'tan yo'q. Tez xotiringizga bir narsa isbetma qani. Nima ish qilamiz? Bog'lashima. Tutamga chiqaraq ish chiqmaydi. Haqiqiy qilishimiz chiqmaydi. Lekin hayajonlangan vaqtimizda, yiliq piroq kirgan vaqtda 3-4 soat, 5-6 soat vaqt sarf qilasiz. Lekin bundaq sarf qilayotgan bolalar bek ko'p uzunga bormaydi. Uzunga bormaylar bir mezgildan keyin hayotida yana bir o'zgarish yuz beradi. Qanday o'zgarish yana men deb beray. Masalan, 3-oyning hozir 5-i, 3-oyning 5-ini mushu Ali maktabga yangi savoddoshlar keldi. O'tir maktabni boshlandi. Endi bahor kelibdi, atgaz kelibdi. Xizmatchilarga "Qo'y, endi nima qilay? Tilligini qo'yaychi" deb. Tilligindan bo'lib keldinglar. Hozir piroq boshladilar. Qattiq böyle o'qituvchining gapini anglab, men muhitlarni ko'rib o'rganginglar keldi. Boshlayotdim. Bo'ldi, o'rgandim qattiq. 2 oy, 1 oy, 2 oy. Undan keyin bir muhim ishlar chiqdi. Ya bu o'rganay deb o'rganyapsiz. Lekin endi siz imtihan vaqti keldi. Yana bir ishlarning vaqti, yana bir muhim ish chiqdi. Shu joyda piroq qanday qildi? Sham qanday qildi? O'zgaraydi. Boshqa bir oqshom yiqilayotgan bo'lsa, endi qizil sham yiqildi. Endi qizil sham ishlamay amal yo'q. Qizil shamning o'zining boshqa bir nishoni bor. O qizil sham imtihan yoki boshqa bir ish qilib, yoki xizmatingizdagi bir ish, yoki u bu ishlar. Nima ish qilib bilamsiz? Chunki siz oqshomni bek ko'ydirib qoldingiz. Tiz ko'ydirib olsa, sham ishdik qanday qildi? O'chab qoldi. Gapni tushunishlar, asta ko'ydirmiz. Masalan, men dedim, aytgan saada ingliz tili yangi boshlagan savoddoshlar bor mening sinfimda. O'tiribdi, savoddoshlar samadi. Hozir sizlar ingliz tilini bilan yangi boshladinglar. Bugun sizlar Shirinay mazgiliga kirdinglar. Sen kulib ketdi. To'y qilganlar Shirinay o'tkazgan sarf degan to'yqilmoqda. Hozir ingliz bilan to'y qildinglar. Hozir Shirinay mazgilini o'tkazyapsizlar. Boshladinglar. Lekin qadrliklarim, bir umr Shirinay mazgili emas. Shuning uchun shonni qanday qilib chiqa olmaydi? Shirinay mazgil ko'ydirib chiqa olmaydi. Az soz bo'lish kerak. Bu ish qanday qilish kerak? Uzunga davomlash kerak. Endi uzunga davomlashtirish uchun nima ish qilman? Birinchi, bayatni dedim. Birinchisi sham dedim, piroq dedim shunama. Ikkinchisi men dedim, nima? Nishon, g'oya. Zodi nima uchun o'girman? Zodi nima uchun bu shamni yoqaman? Bu sham qanchalik uzun qanday qilib turish kerak? Yiqilib turish kerak. Buningga javob izlash kerak. Ham javob ne? Nurg'un bolalar mana o'ylaydi. Kallamni bag'osh qilib, meni o'rganish nishonim degan bunday qilish qo'yish. Bo'ldi, kallam bo'lsin bo'ldi. Siz kallangizga ishonmang. Siz mingingizning iqtidori unday ishinib ketmang. Mingingizning iqtidori unchalar nocha emas. Hozir agar misha o'tlagan 21 yil umr ko'rgan bir yosh bola 21 yosh kirgichilik mingisining sozligini menga isbotlab turadigan bo'lsa, men hozir yanchiqimlik pulning hammani berib o'tmayman albatta. Kartamni berib o'tay bo'ldi. Maxfiy nomerimni deb turman. Rumuncha qazg'a kartamni. Yani bo'ldi, gap qaytib kelaylik. Ash 21 yoshlik bola nima ish qilamaydi deganda 21 yildan buyongi nurg'un muhim ishlarni eslab qolamaydi. Muhim nishonlarni eslab qolamaydi. Sen 7 yosh vaqtingda nima orzung bor? 7 yosh vaqtim nima bo'ldi? Esimda yo'q ekanjima. O 7 yoshni sorsa, balkim gapirish mumkin. Qanchalik vaqt o'tadi? Endi 4 yil o'tgan vaqt emasmi? O 7 yoshini qo'y, degan deyish mumkin. Endi 31 kirgan birisidan sorsangiz, yana qanday qilamaydi? Yana gapiramasmi? Nurg'un muhim ishlar. Nima uchun? U odam gapiramasga mingsiga bak ishinib ketgan. Xotirsiga ishonmagan. Xotir degan narsani xotir qoldiramiz. Bunda ingliz tilidagi nima uchun o'rganma yoki ma'lum tilni shuningki inliq nochi nishonni yizing daftaringizga. Daftaringizga yozsangiz, qachon oylar, yillardan keyin varaqlab qaraydigan bo'lsangiz, bak, u mangu bo'shadi. Shuning uchun birinchi
nişanıngizni yizib qo'yishingiz kerak. Ya'ni biz bu nishon degan narsa qanday narsa desamiz, topib qo'nadigan narsa. Bu narsani oyoqni maylaymiz-ku. Maylagan vaqtda buni yo'l yursangiz nima bo'ladi u? Kir oladi, mehnatlish. Yana qanday qilish to'g'ri keldi? Maylash to'g'ri keldi. Unda nishon degan narsa doim maylab turgan narsa u. Masalan, mening bir nishonim bo'lsin. Chadar chiqib o'qiyman deyman. Bu nishonimni men 20 yil mangdim, 1 yil mangdim, uni keyin yana maylayman. Yana nishonim yo'q. Manda o'zgarish yo'q. Qanday o'zgarish bo'ldi? Hozir chetal chiqib o'qishda, asli boshda chetal chiqib o'qiyman debganman, hozir chetal chiqib nima o'qishim meni qopdi deb yozaman. Yoki nima o'qishim meni qopdi deb yozaman. Shunami? Va yoki bo'lmasa chetal chiqib o'qiyman deyaptim, hozir chetal chiqib o'qish nima emas ekan men uchun? Muhim emas ekan. Hozir menda qishlik qilish muhim ekan deb bir narsa deyishim mumkin. Demak, siz shu nishoningizni daftarga yozgan vaqtingizda haqiqiy bir oyoqni setib olgan bo'lsangiz. Ham bu oyoqni kiyish jarayonini qanday qilib mangsiz? Mehnatlashida buni maylab mangsiz. Yamaydigan yerlari bor, yamaysiz, tikadigan yerlari bor, tiksiz. Oxirida cho'ritamsiz. Nishoningiz yetib bo'lganda balkim cho'ritishingiz mumkin. Bu joqda yangi bir nishon yezishingiz mumkin-ku. Shuningga mening deydiganim, siz til o'rganganda nishoningizni eng no'chi daftardan birini tutib yezing. Yezing. Herkes bununla sal qaramang. Ba'zilar var, men telefonimni yezib olsam bo'ldi deb. Telefonimizni o'g'raldi. Telefonimizni daftarga qo'yib ketishdi deb o'xshamaydi. Adabda u. Men yanlam an'anaviy ishinaman. Lekin ilk hozir yangi zamonaviy fan texnika qilib nima qilaman? Intayin amroq, lekin uningda asalni nima qiladi? Asalni bizni aldab qo'ydi zamonaviy fan texnika. Shuning uchun yangi koni an'anaviy narsalar qanday qilish kerak? Qaytib kirish kerak. Daftaringizga shuni yozsiz nishoningizni. Endi 3-ochqish nada? 3-ochqish anda bakay qadrliklerim. 3-ochqish men yozib olibman daftarimga. Şu muzika Maroon 5 yani muzikasi. Yani bir Amerika'nınki muzikadır da. 3-ochqish diqqatni yig'ish. Endi buni inglizcha focus deymiz. Uyg'urcha focus deb gap bormi? Diqqatni yig'ish hamda nima shok gap deganda, jiq vaqtlarda kishilarda sham bo'ladi, qaranglar. Ya'ni piroq bo'ladi, nishon bo'ladi, lekin diqqatni yig'olmaydi. Diqqat yig'olmaydi. Qanday endi oshishga bir xil qiziqishi bor, nishonim bor, lekin diqqatni yig'olmaydi. Diqqatni yig'olmaydi, diqqatini naga boshqa narsalarga qo'yadi. Elqi bir bizda bir gap bor. Navoiyga pul berib, qassobga qarash degan gap bor-ku. Ana shunda, sizning nishoningiz, sizning muhabbatingiz nima qilishda? Mushkulni yaxshi o'rganishda. Buni deb ketib, bugun kechajib zirikdan bir chiqib kiramdik vallah. Ajnaqlan, ayagaram, ayagaramdo, namagaramdo, ayagaram, ayagaram. Deb o'tib turdi. Langshib. Yani nima yo'q bu yerda? Diqqat yo'q. Bek muhim narsa. Sizning her zaman, her vaqt diqqatingiz shu ishda bo'lgan gap. Shu ishda bo'lmaydi. Yes please. Sit down. Men o'zimningki bir mag'lubiyatimni deb qo'ysizlarga, diqqatim to'g'risida. Men 2004-yilga kelganda, 2004-yil deganim qachon u? CCTV qatnashgan vaqt-ku. CCTVda uninki filmi bor, sizlarga atlarning to'riga chiqsanglar, Qasimjon Abdurim CCTV logs u bu deb chiqdi-ku. Shuning filmi bor. Shuni qarsam meni qo'ydim bor. Qo'yib olgan. Hozir qo'ymayman o saqalni. Bu saqlik muhim emas bu yerda. Muhim narsa. Men u chog'da 24 yoshga kirgachga nima ish oldi desanglar, qarsam ozroq semirib qolgan chiroy. To'xta, bu semirib ketsam bo'lmaydi. Men nima ish qilishim kerak? Chiniqishim kerak. Nima ish chiniqaman? Chunki chiroyli nima bo'lish kerak? Badan bo'lish kerak. Chunki men chiroyli badanga amroqda. Shuning bilan 2004-yil nishon turg'izdim. Nima ish qilaman? Chiroyli badanim bo'lish kerak, chiniqaman dedim. Piroq bo'ldi. Shuning bilan men 1 yillik nima ish qildim desanglar, eliqi chiniqish markaziga tizimladim. Yani Navoiy pul berdimmi? Berdim. Endi 1 kun berdim. 2 kun berdim. 3 kun berdim.
Bir hafta vardım. 2 hafta vardım. 3. 4. haftasiga borganda, o iş bu iş. Nima qildim? Aballarni ayak barandoq. Ha, abga yiribdilar. Ha. 1 yillik tizimlatgan adam, men 1 oydakmi bormadim. 2015 geldi. 2015 qarsam yana bo'lmadi. O bo'lmabdi. Qaytadan pul to'ldim. Boshqa yerga men bordim, boshqa ko'ray. Chunki ayak borsam bir yuzim qizirdi-da. Tilingizga o'xshamdi-ku. Shuni men berib, u yerda 1 oydan ortiqroq chiniqdim. Payladim. Yani yok. Yani yok. Nimi yok bilemsizlar o'sha yerda. Menda nimi yok. Menda piroq bor. Menda nishon bor. Lekin fokus yo'q. Gül diqtim shu ishda emas mening. Diqtimni shu ish qanaqlamidi, qo'yanmidim. Men boshqalarga berib etdim. Boshqalar ustin kelib qoldi. 2015 deb ketdi. 2016 kerak. O'xshash hikoya. 2007. O'xshash. 2008. O'xshash. 2009 g'alaba qildim. Oxiri 2009 2 oy ichida qoldim. Rost gapmi? Ochig'im gap o'yamni tomg'i sizdim ha. 2009 5-oyning 5-kundan 7-oyning 5-kuniga chiniqdim ha. Unga to'xtab qoldim yana. Na'lim sabablar berildim. Shuning bilan 2009 ketdimmi? 2011 keldi. 10 kesson. Ondimi unda qilib baqdim. 11 keldi. Oxiri 6-oyning 27-kuni. Nechinchilar? 2011-6-oyning. Men aynaga qarab turib dedim. Ey, Qasim. Ey, sen shu. Chunki men bu chog'da 87 kilo chiqib ketdim. Hozir men qarsam avval yilda 1 kilo oldim. 87 kilo chiqib ketdim. Bu chog'dagi rasmni ko'rsanglar, xila hayron qolsizlar. 6-oyning 27-kun oxiri başladım chiniqishni. Bu chog'da men Amerikalik vaqtim. Men nima ish qildim deganda, g'oyamni yozdim. G'oyam 67 kilo. Necha kilo tavallashim kerak? 20 kilo. Andan intan chiroyli Moskva oldu. Daha chiroyli. Onun için yana yozdim tabii. 55 yoshga kirgan vaqtimda oldimdan qarmay, keynimdan qarsa 18 yoshli bolaning badaniga turishim kerak. Chaqchaq emasman, rost gap. Jadval turg'izdim manda. Har kunlik chiniqishim bor. 2011-yil 6-oyning 27-kunidan tortib 2013-yil 3-oyning 9-kunigacha bir kunni to'xtatib qo'yganim yo'q. Hozir xotiram har kuni bor. Soat qancha chiniqdim. Uyda chiniqman hozir. Uyda qanday chiniqman? Yana bir narsani deb beraman. Siz to'g'ri usulni, to'g'ri narsalarni topolmaysizmi? Yana diqqatingizni qanaqlamaysiz? Chiqamiz. Men to'g'ri narsani topdim. Ya'ni chiniqishning to'g'ri usulini topdim. Chiniqishning to'g'ri ternerini topdim. O ternerninki Amerikada hozir eng modalayotgan, hozir 5-6 yil olgan, bak modalayotgan uy chiniqish usuli deyilgan filmni qo'ysiz, terner bor, keyinda 3-4 agash kuchli tang chiniqdi. Siz uyda turib, filmni qo'yib chiniqsiz. Bak hayajonlanasiz, talab pishib ketsiz, eng oxiri hozir men 69 kilo. Nishonim yana necha kilo qoldi? 2 kilo qoldi. 69 hozir. Chiroyli Moskvalarım var. Ya fujilerim mi var? Hozir 33 yoshga kirdim. 34 qarab yuribman. Men uchun nima eng muhim buni men bilaman. Endi nishon emas. 18 yosh bo'lgan. Endi men bir narsani dedim bayatım, 3-cü sonun dedim. Nimitli 3-cü yosh qo'y. Mening o'ylab turganlar bugun men sen chiniq bilaman. Bugun men 8 soat dars o'taman degan mush Atlanda. Atgan 2 soat, atgan yana 2 soat, 4 soat, 3-dagi 2 soat o'tdim, 6 soat bo'lgan. Bugun men leksiya cho'qim 2 soatlik so'zlayman. Shuning bilan 8 soat. Men uyga boraman. Men bugun 4 vaqt tamoq yeb oldim.
Ögürüp 5-ci vaqtni yeyman. Yap ondan keyin azroq mazgil o'tkazayotgan keyin chiniqaman. Soat qancha o'tkazib qarim yo'q, chiniqayverman. Chunki bu mening intayin muhim ishim. Erib ketdim demayman, yana chiniqaman. Chunki mening chiniqishim odatda kuniga 45 minutdan 60 minut ishlik. Undan keyin yana bir bayatimdan dedim, mat 8 qism dars 480 soat dedim-ku. 480 soat deganda, ash chiniqishning bu 60 kunlik, 30 kunlik, 90 kunlik, 45 kunlik deydigan har xil o'qishmaydigan chiniqish usullari bor. Men birini boshlab olaman, birisini tugdiman, yana birisini boshlayman. Endi yana birisi men deb berayapti. Bu chiniq, masalan, ingliz tilini o'rganganga o'xshab chiniqishmi qanday narsa ekan desanglar, bu taqqa chiqish emas. Bu taqqa chiqish emas, aylanish. Siz bir yeringizni bo'ldi, 69 bo'ldi, men bol chigidi deb ha desangiz, tugaysiz tang. Hamma yasan qilaydi. Ashunda. Shunga men deyman, liqi chiniqish zaliga berib, bir qattiqlik qanday qilaman, Moskva chiqirman deb chiniqqan odam bir kun qattiq hayajonlanib, o deb 2 soat ko'tarib do'qarsiz, Moskva chiqibchi unda ko'tarsa, bu oyna qarab, vah chiqibdi deb. 3 soat sarf qilyapti-ku. Bu chiniqyaptim deb 2 kun aram olaylik, aram olsak, vashib sangilaydi narsa. Ingliz tilini o'qimoqshash. Siz bugun vah deb qattiq yezib daftarlaringizni to'ldirib olsangiz, bika. Öyle buna 14 yaşımdan tat kiler yılı gelse 20 yıl oldu. Ben tıllam apil çaldım. Şunun için ben niminin kandak usul, doğrusul, niminin hatalık hüküme. Ben bekçik ballarını gördüm, bek işçim ağrıp geptin urgun ballara. Rastım neysem. Karanlık kildi, ügündü. Bakaladım baka. Malum bir vaktin ki yok. Bekçik bunda ballar. Hani yamırsa hazır değil mi? Şu 40 yaşla, 35 yaşla, 30 yaşla. Şıkır hali mektebi tutturup 10 yıl olgan, 20 yıl olgan adamlarım çok. Ekilip bir şahıs tapancadan bir tanlap, sen mektepte baktın İngiliz bilgen mi? Sana devrici mi? Ya tanrım sana yaktı iş mümkün. Bugün her kanda ügünüp bakkan oldu. %90% arttı. Ügünüp bakıdı. Ulan ügünüp bakkanca sizler ok mu okşaş? Öyle küçük gün var, ot var. Ügünüp diyen, ulan kana öyleydi sana kana. Her kana adam şu, bir şey kıygan çok. En bir şey çıktırganda öyleydi. Vah! Ne olacak kesenler? Emniyetliken bunun için nurgun nesler lazım emez mi? Şuna dikkatinizni berenmisiniz? Başka nesli çeçip koysunuz. Şu tügeysiz. Şuna bir yer ki mesela Prag oldu, nim oldu? Gayip oldu. Lekin dikkatinizni tutullay. Şu iş gibi. Hem tutullay şu iş gibi degenge, hem hayatım başka şey yok mu malum başka şey. Tövbe. Böyle bir sizde. Şuna ama öyle bir bunlar. Ben meyada atlan gelip atlan işleyemem. Atlandı benim kıldığı işim var. Nemişim var. Ben ders ötüme. Ders ötüştüğün sırf atlanıp başı kırmaya karanım. Anki çoğun kararlar ben çıkamsam olmaydı. Şuna bak. Yani terakkiyat için asaslanmışsam olmaydı. Ondan başka benim özenmen ayrım durmuşum var. Öyle varsam tamak etmişsem tek bulmaydı. Çünkü ben özem tamak itmeyemem de. Benim başkan tamak yiyim gelmeydi. Daha ki etkerlik naşını özem teyarlayım ha. Bu diyenler. Ne yapalım? Emmisi inbirişim gerek, fokus. Hem de adli söyleyip bana. Etkerlik naşı diyenmek mühim neyse. Az ben adli bir misal yapayım. Hem de etkerlik naşı mühimlik nemmeden bukudu. Bu nime bilemsiz, mühimlik çıkışına özü bırak. Nişan var hem de etkerlik naşı pek yakışık insan buldu, sağlam yaşaydım da. Makul? Hem nurgullar emli hareket gelmeli. Pırak var, nim var, nişan var. Hem yan birisi dikkatinizni bir alsınız o. Ben demiş kılma, heptir az bolsun bir gittim saz, çoğun talla bazı verip, gül bir heptilik nesemden hem ili olma. Meç kaldı, vacırıp, ilvilip öyemde apır oldu, onlar silüktüme. Her güne et diyen naştamını şunda yaxşı teyalayma. Lekin men nima uchun men tayyorlay olmayman? Manda nurg'un odamlar manda bo'ldi. Yaxshi narsa qilgisi bor, u bu, lekin o'zicha aldirashdek his qildi o'zini. Ishlari ulgurolmadi yapib. Siz 8 ish qilib borgan bo'lsangiz, chataq yo'q, 6da o'rningizdan turing. Uyqu qanisiz, o'rningizdan turib, yuz ko'zingizni yaxshi yuvasiz yoki munchiq bir tushasiz degan shunda sagak ish qilsiz-ku. Undan keyin nashtangizni tayyorlasangiz, yettikchilik ham mushtugaydi.
Onunki naştığınızı kılıp basınız bol demez mi? Şüpte. Lekin nurgun kişiler bunda pırak, bunda gayip olgan bilen dikkatini veremeydi. Dikkatini verel, dikkatinizi versiniz. Bu işi zat kılmaya da dikkat kılsınız lan. Siz tallağı bazarı varsınız, bazarı varsınız, bir nersen sitip alsınız, endi bitirganın ki, nimsi güçsüz, hakiki hareketi güçsüz, malum. Hem de tööttinci açıkçı kadirliklerim, dikkat koy, üçüncüsü dikkat koy, tööttinci sen. Tööttincisi til ügünüş gelgende, ügünüş. İşini kılış gelgende, kılış. Yani emli nime, erkek, bana müşaham kıyım, tööttinci sen kıyım. Aldık füçü nime bilemizler? Aldaki füçü, emmisi tutkulu olmaydı nesler. Emmisi sizden çıkmasını talep kılmaydı, nimet talep kıldı? Kallı talep kıldı. Öyle bunlar bırak, kallıda. Gaye, kallıda. Dikkat, kallıda. Hem nimi kallı demez? Erkek, yani ügünüş kallı demez. Çünkü ügünüş için neymiş kılsız bilemsiz. Ügünüş için banda kademler var. Kompüterinin altına oturup her xil filmlerini görüp, her xil narsa, bu torba çıkıp, bunu kılıp, bunu görüp, ek kılkını, öyle birden bir uzukmaydı vakitini kaça gödep ketkin ne? Lekin, oldu ki üç narsa bağımlı insan batı var hem de. Pırak batı kılımında kanka, gayi batı, dıkkıtı batı. Lekin emili erkek gelgende, kompüter, ya ki kılıfını, ya ki yılıkı oyunu, kanak ketdi, disip ketdi. Siz diqqətinizini berişdən başqa emli hərəkət qilsiz. Emli hərəkət nima? Siz aşışını qıla alaydigan bir joyni tepib, shu ishni qana qilsiz? Qilsiz. Nurg'ullar bor, bana izlaydi. Levining o'yanbak kichib, yotqinbak manda. U bir neydi mügengil oldu. Hech qanday bana yo'q bu yerda. Hech qanday uyingizning kichikligi, yotqingizni 8 kishi katta qo'yib ketganligi u bu. Hech nim bana qilmaydi. Nimani bo'lsa sizda siz şu erkeni kılmalı desiniz fakat dikkat merkeziniz şunun gibi olsa hiç qanday iliq fırak mı, iliq bir narsa hiç nima siz nima qilmaydi? Aytamaydi. Lekin nurg'un adam qilmaydi. Buning uchun bu ügünüş qilish uchun bir narsa kerak. Nima kerak bilamsiz? İttirish kuchi kerak. İttirish, demek odam o'zini o'zi ittirishdimi ta'sir yo'q dunyoda. Öyle o'zimizni kim ittirdi bilamsiz uyda? Uyda dadimizlar apimizni yaratib qo'yapkan shular ittirdi. Şunalım, balam, tapşırıklığını şuradan mı? Balam, iştirimini kaydım mı? Balam, kim o? Ana. Şunama, mesela demliyim hem de. Şular demiş kılı siz ne? İştirdi. İştirgensiz zirksizsiz. Şunapa, nimanda dava kıl dava. Mesela demsiz. Deyişiniz mümkün. Hem de hayatta azırak çoğun olursunuz. Çoğun olsunuz ulanıp işitlemeyden bulun. Hem kimdi kim işittirdi bilemsiz? Özünüz işittirsiniz. Bu vakitte hayat ne kadar kıyın. Nurgun kişiler özünü işittiren mi geçke? Bir orun turup, ilk tügmeninin tişi, ilk boyuydu, ilk çögülgen attak, işektak, çögülen yürüyordu. Hiç kandak nimsi yok. Hiç kandak neticesi yok. Çünkü işek at olap gidiyor. Şuna, dördüncü neymiş kılımız kadirliklerim? Özümüzde işittirimiz. Ügünüş kıldığanga, aş başlılıkı, üç tane eski battığı bizde. Şunu özümüzde işittirimiz. Katlık işittirimiz. Boş emez. Veşşik. Öyle bir buna, cık vakitlarda adam her xil banalar. Çünkü adamın kallı saçında her xil banalarını siz tapalaydı. Siz yapalaydı işlerine. Bunda ağan ki ne buldu dedi. Şuna iş tuttu. Andın, yani birisi başkalarıyla inkarımız yok. Yani nurgun bu cemiyette başkalarının ışığı isli olduğuna bekliyor. Nimanda, amanda, kılgandı, mamanda. Aşında diyen sırsız ziyandatsız. Muşunda bizden cemiyetimizde kanday iş köpü sana o özünün işiyle inkari yok. Başkalarının kıygaşıyla şunda bek köylüktür başkalara. Nimiş kumanda, kımlısı oldu başka. Hazır bu işini ben kanday baykattım etsana hazır mı tordaki her xil ammaviy aloqa qurolları var mı? Şunda rahat görədim məndə. Mening xalqımның qandaylığını.
Kimga ko'yindi bilamsiz? O'zi ko'yanmay, o'zini ishlamay, boshqalar ko'yinib, boshqalarni ishtirib yuradi. O boshqalar ko'yinib, boshqalarni ishtirsangiz, u boshqalarning o'rni, boshqalarning kallasi, oldi düşünəsi boshqalarning boshqa yerda. Siz ularni ishtirmansınız bekor. Masalan, erkek ish kuchgach, nochi qamoqlar g'izongan kishilarni akilib, nimanda oyna pulni so'rab qolgan, nimanda oyna to'lala deygan, ularning kallasi o'nasi yo'q, ularning oproq ajab yesa, yilqi g'oya ajablar yassa. Yilqi diqtim ajada. Nodga uning so'zlashini aytib yo'q. Siz kimga so'zlaysiz? O'zingiz so'zlaysiz. O'zingizga ega bo'lsangiz bo'ldi. Chun kimni ishtiramiz? O'zimizni ishtiramiz. Yenimizdagi buni uchi-buchini ishtirishdan hojat yo'q. Hozir men sizlarga mandaq qilib men sizlarga ishtirmayapman savoqdashlar. Men sizlarga faqat nima deb turyapman? Usul deb turyapman. Ham qilish qilmas qo'ysanlar. Men sizlarni og'rinmayman, o'qima. Men shunda 2 soat kuchab, tomoqlarim tishib so'zgandim. Bu laqabila demayman da, o'zingiz hayotınız. Sizning hayotingizning natijasini keyin ko'ramiz. Hozir ko'ryapmiz, shunaqmi? 4-inchisi ishtirimiz qadrliklerim, o'g'limiz. Ham o'g'nishning usullarini men keyin qo'shib so'zlayman. 5-usul. Ladies and gentlemen. Kap baqaylik. 5-usul. İştadikmi? Qanchalik yaxshi ishtira olsangiz, qanchalik yaxshi o'g'nasiz yaxshi shu ishni qila olsangiz. Bu ish nimaga aylandi bilamsiz? Men dapiray. Kechda men qanaman. Kechda men aytganni kechda tishim cho'klayman qanaman. Yo'q, men shunaqa qilib Alloh ko'p. Lekin bularni ishtirish kuchbak zarur. O'shamaychi. Biz chatqilsiz bo'ldi-ku. Tishimiz og'rib ketmagandikin. Shunama? Lekin bu yerda ish farq bor. Asl tishingizni cho'tkilsiz shundan qilsangiz og'zingiz shunday yeniklab ketadi. Shunama? Shunda sovuq shamol chiqadi, yaxshi. Lekin jiqadamni bir 2 minut bunday qo'yishni yig'ral. Lekin shunday qilish uchun oldindan oldiki narsa lozim ekan, lozim emas ekan. Yilqi nishon, yilqi piroq, yilqi diqqat bo'g'achqa andan kelib nima qila olasiz siz? Ishtirasiz, shu ishni qila olasiz. Ham qilgandan keyin qadrliklarim men qaram. Buni men ishtirib qilaversam, bu nimaga aylandi o'tsam, odatga aylandi. Bir ishni odatga aylantirmoqdimi, ta'sir yo'q. Jiq vaqtidamiz kichkimizdan cho'ng'ib, hozirga qadar cho'ng'oganda yaxshi bir odatimiz bor bizning. Bu bo'lsin nima san kiyim kiyish. Kiyim kiysak zot bo'lmaydiganligini his qilib ketgan-ku biz. Shu qanaqa qilamiz? Kiyim kiyimiz. Bu nima bu? Odat. Hamma qaranglar. Sirib chiqqanda, men girim qilman. Chiroyim qaradi bola, girim topolmadi chiroyim. Ya'ni demakchi sirib chiqqanda girim qildi Alloh oldi. Ularning oldida asli bir qancha narsa bor. Abayatimizda kelgan 4 narsa cho'qim bor. Tushunishlar? Shu narsa bo'g'achqa bu barbara nimaga aylandi? Odatga aylandi. Men girim qilib chiqsiz. Chiroyli ko'rasiz-ku. Yes. Endi odatga aylantira olsangiz, kimni? Mushuni. İngliz tilini ishni, tilini ishni. Bu sizga nima keldi deganda qadrliklarim. Bu odat degan narsa. Bu odat nechinchi dilim hozir? 5-chi. Qaranglar. Odat nimani ko'rsatadi deganda, o'ylab boqaylik. Hozir mening mana bir odatim bor. Har ish gapida bir qitim chijimni olaman. Lekin chijimni olganda mening santisi bor. Shu santisini olaman. Bunda butunlay o'tmayman-da. Olaman. Hozir mening odatim men chijimni hozir o'zimni og'ilib 3 yildak bo'ldi. O'zim olman. Chijimni pul qajlab boqmadim. Sadrasham kirib. Saqlimni o'zim olmanda. Lekin saqlimni kayfiyat qarab, ahvol qarab, mana degan leksiya so'zga chiqarib oldim. Bo'lmasa olmaydim, saqlimni o'saga turaverdi. Chijimni ishga kirib bora olman. Ana ko'ndim. Lekin chijimni olmasam, sadrash kitaman. Chijimda o'sak emasmi? Ben chiqamasmi men chijim? Bundan olgandan shikayatli bir olma, hozir mening odatim u. Tabiiy. His qilman shikayatlik olgan ekanligini chechimdim. Ishtir olaman. Oldimiz chorshanba, payshanba shikayat bo'ldi. Yana olma. Chechim o'sak ketdimi? Bu hozir mening odatimga aylandi. Tabiiy. Men shunday xushal bu odatim bilan. Endi odatim mening nimamni ko'rsatganini men qaraman. Mening ishqi odatim bor. Biz chechimni aytganman, yana chechimni olganman-ku. Yana saqlimni olman. Biz bu odatim mening xarakterim bo'lib ko'rindi. Da qarasanglar, tishim cho'qim oq ko'rindi.
Çiçim ret görünüşü mümkün. Ama yüzüm fakrak göründü. Bu kim o bu? Ben. Mening nimamni ko'rsa bilamsiz? Xarakterimni. Endi men ingliz tili o'rganishni odatga aylantirib, o'rganib bugungi kun kelganda, bu mening xarakterimni ifodalandi. Xarakterimni hozir sizlar bunday qarasanglar, men ingliz tili bildi deb bilsanglar. Bayaqi ko'rgandek narsalarni ko'ramansan ingliz tilida. Endi yana birisi 87 kiloluk Qasimjonni ko'rmay, hozir necha kilolukni ko'rasizlar? 69. Nima odatga aylanmoqda? Cheniqish. Shuning uchun 69 kiloluk. Mening lekin men dedim 67 kilo dedim-ku. Mening lekin 50 yoshga 55 yoshga borganda 65 kilo turish. Chunki badandagi may miqdori qanchalik oz bo'lsa, soz bo'ladi. Sog'lomlik uchun. Yaxshi tamoq yeysiz. Lekin intan nimish qilib turdi, badaningiz ozuqlikni yaxshi talab qilib turdi. Ashunday. Shuna mening xarakterim bo'ladi bu. Va qarasa. Bu xarakterim mening nimamni ko'rsa bilamsiz? Oxirida g'azabimningki nimasi belgi so'p keldi. Nechinchi ochqishda bu? 5-ochqish. Endi biz hozir xato bir kechib kirib qoldik. Tilliginishda. Yoki ma'lum bir ishni qilishda. Qanchalik vaqt unum chiqib, unum nima? Unum. Xudos men qaranglar, menga qaranglar. Sening uzun yashinglarmi, qisqa yashinglarmi? Ha? Uzun umr ko'rsa. Xudos menni bir so'ramamsizlar. Mallam qanchalik qilganda 3 oyning ichida yashab hayotni tugatgan oldi. Lekin Nurg'ulayna so'raydi emasmi? Mallam 3 oyni qanchalik seviye gitdimi? Bu ash o'lsgan degan gap ash ingliz tilini 3 oydan keyin. Men o'zingizni o'lsgan degan gap mana shu. O'ylang, hayot shunchalik uzun yashashingiz bor. Boshqa bir ishni qilsangizmi shunchalik uzun yashasin u ish. Har bir ishingiz. U ish nima bo'lmasin? Hayotingizdagi ma'lum mezgillik bir qiziqishingiz bo'lmasin. Men Yevropalik ba'zi do'stlarim bor. Bu Yevropaliklarning bir alayidiki, ular osonlik do'st tutmaydi qarang. Ular bu Uyg'urlar qarab nima deydi desanglar mishariklarliklar. Bu Uyg'urlar bak osonlik do'st tutmaydi. Ular oson do'st tutmaydi. Mening az soz do'stlarim bor. Men oson erishgan emas. Men 17 yil, 18 yil, 15 yil olgan, 14 yil olgan do'stlarim bor. Yevropada, Amerikada, Kanadada. Bularninki men shu farzand tarbiyalashni o'zim beshimdan o'tgan, o'zim ko'rib cho'ng oldim-da. Kichik bir bolasi bor. 97-yili bu bolasi 10 yosh. Az necha yosh qilgan bo'ldi? 26 yoshmi? Shu vaqtda u bolasining qiziqishini deb basketbol o'ynash, velosiped haydash, lekin cho'ng o'g'andagi g'oyasi doktor bo'lish Afrikaga berib. 10 yoshli bola. Lekin ota-onasi shu qiziqishini qanday qildi desang, ekilib qiziqishini mangulik davomlashtirgan yo'l ish bergan bo'lar-ku. O bola hozir 26 kirdi. Afrikada doktor. Velosipedni Yevropada musobaqada haydaydi. Oliy maktabida basketbol o'ynaydi. Men o'zimning 5-4 yosh, ko'rganman. Hozir Afrikada anam Namratyalda doktor. Lekin bu qanda ashna qiladi deganda bularning bir narsa, shonni qana qildi ekan? Herkesni hayajonlantirib birdamlik qilib qo'ymaydi ekan. Ash asta yoqizib bir umr yoqizdi ekanda. Shuna bu odam shu ishni qilib huzurlandi ekan, shu ishning o'zining xushalligini, baxtini topdi ekan, eng oxiri berib shunda tez yashaydi ekan. Ham ko'pincha vaqtlarda biz qaraydigan bo'lsak, Nurg'ulardan men so'rayman, men bakchi hukumat buni asmishav tag'alim. Kichik vaqtingiz qiziqishingiz nima deysiz? Kichik vaqtim bakchiqda qiziqishim, undoq. Hozir shu qiziqish degan narsa bo'lamda hozir bu ishlar, bu imtihon. Siz o'zingiz ajna qilib qo'ydingiz. O'zingizni. Aşağını bir tal şan. Endi mayli o'rganish, mayli qiziqish hammasida bo'lsin, ashuni yiqib uzun mezgil yiqish kerak emasmi? Uni odatga aylantirib, mang'uzish kerak. Men shunga yana bir hikoya gapiraman.
Biz futbol oynaymiz Atlanda. Biz o'tgan yili bir qancha shirkatlar bilan futbol sahasida o'tkazdik, Atlanning o'qituvchilari. Biz xili yangidik, necha maydon. Yengilgan o'quvchilarni yengildik rastaqa. O'quvchilarni yengildik. Tövbe, haqiqatan yengildik. Shuning bilan bu ishni men boshladim. Yaxshi qiziqadigan harakat, men o'zim futbol o'ynasangiz 2 soat maydonda o'ynasangiz butkul hayot hamma narsa qalbingizga chiqib faqat top to'ladi. Ana buningni bir xil bir top kishilar shunda fayzi o'ynaydi. Shunda xushallik ichida. Shunama 2 soatdan keyin andin hayot qaytib kelasiz. Boshqa ishlaringizga. Butkul diqqatingizni aç maydonda bo'ldi. Yana birisi siz badan yaxshi chiniqib, badaningiz shunda sog'lom bo'ldi. Shundan buni men 2 yilning oldida 3 yilning oldida boshladim. Birdan boshlab tashlab, oxiri to'xtatdik buni. To'xtatib 2011-yili kuzda har yakshanba kuni o'ynaymiz deb boshlagandik. Hozirgacha har yakshanba kuni o'ynayapmiz. Men o'tganda 2 hafta bo'lmay qolgandim, 2 hafta o'yna olmabdi. Ma'lum ashuna bir odamlarni qanday qilish kerak? Sababchi bo'lish kerak-ku. So'ng uningdan keyin biz yana o'ynayapmiz. İntayin huzurluq. Her yakshanba kuni o'qituvchilar shunday qo'shiq o'qitib kechda. Soat 6:00-8:00 to'p hisobimiz bor. Qolishib o'ynaymiz. Yaxshi bo'ldi. Qiziqishli bu. Ham birisi to'pqa bir kuni 8 soat vaqt yuritish olmaydi. Chunki boshqa ishlar bormi yo'qmi? Bor. Bir hafta oran necha soat chiqadi? 2 soat. Shunda sifatli ish. Herkesme hayacanlanıp köp çıkarıp çıkamaydı. Bazılar var, bir su üzgülü varsa su üzsek oldu, su bekçi kanlayım ben o gibi. Lakin ben su üzgülü basam, onda diğer adamın birisini uçuratmayım. Yok. Çünkü bu adamlar onda adet, onda vakit acıtışını kılmaydı. Fakat ayar nemsi var, azırak pırak var, azırak nişan var, dikkat deyilgen nesi yok. O özünü iştiriş deyilgen nesi yok, adet tekmi yok. Endi hozir nechinchi kelgan qadrliklarim? 6. 7-ni men bir so'zlab qo'yay. 6-nimi? 6-ni. 6 deb 7-ni. 6-ni. Endi bizda mundaq bir maqol tamsil bor. Qozonga yo'liqsang, qarisi, yomonga yo'liqsang, yarisi. Shu gap o'zi hech aytilib qolgan gap emas, Xudayma. Bu gapning intayin nimasi bor, cho'nqur asosi bor. Rost gap. Hozir so'zlaydigan 6-chi sizning munosabatingiz. Siz agar hozir sizni bayatdan biz degan ishlar bo'ldi ama shu firoqmi bo'ldi, kuchlik nishonmi bo'ldi, anda nima edi? Diqqatingizmi bo'ldi, anda nima bo'ldi? Amaliy harakat o'zingizni ishittirish amaliy harakatim bo'ldi. Andan odatingizmi shakllandi. Endi sizning aralashgan odamlaringiz, shuningga moslashadigan odamlar bo'lsa, shuning bilan munosabat qilganlar bo'lsa, boshqa qarama-qarshi bir dunyoning odamlari bo'lsa, xatarlik. Mening bir to'p do'stlarim bor, qarama. Men o do'stlarimni yaxshi ko'raman. Lekin o do'stlarimning menda odati bor. Haftada kamida bir qitim o'tirishimiz bo'lmaydi. O'tirish kerak ular. So'rin. Billi tamoq yeydi, billi paranglashidi. Yaxshi ish paranglashish. Billi ichidi. Bu yaxshi emas. Lekin men bu o'tirishga bormayman. Lekin o do'stlarim to'g'ri tushundi. Ular men to'g'ri tushundigan. Men dedim, intan muhim o'tirishimiz borman. Agar birasining qutlaqlaydigan tug'ilgan kuni yoki birasining uzitib qo'yilgan ish yoki birasining to'y-to'kuni bo'lib qolsa qanaqa qilaman? Borman. Bo'lmasa, har hafta o'tirib, eliq paranglarni qilmayman. Vaqtim yo'q. Chunki mening vaqtim yo'q. Agar men shu kuni kechda berib o'tirsam, u yerda o'tirishim kerak, men albatta aroq ichmayman, lekin birga o'tirib turman, kech o'tib ketadi. Soat 10:00 bo'lishi mumkin, 1 bo'lishi mumkin. Men uyga qaytsam, ertaga kishim qanaqa qiladi? Tutillaydi. Endi men oyda bir qancha oyda bir qitim daxli yasam men rozi. Chunki mening do'stlarim qanaqim yo'q, aylab qo'yim yo'q. Chunki lekin men ularni yetaklab, mening tarafimga yetaklayapman. Yetaklayapman-da. Masalan, men 12-chi oydan tortib 3-chi oygacha har yakshanba kuni aytganda Nanzanga chiqib, tushdan keyin Nanzani qaytib kiraman. Har yakshanba kuni. Men yakshanba kuni unda qilmayman albatta. Uning oldingi yakshanba kunlar. Chunki men yakshanba kuni darsim bor emasmi? Nima ish qilaman deganda,
taq chiqib qart deyman. Intayin o'zim. Uchib tushiman, yana chiqdiman, yana uchib tushiman, yana chiqdiman. Shunda paydi. Buna men do'stlarimga dedim. Ag'inglar, yakshanba kunlar bekor. Ular hukumat ishlaydi, yakshanba bekor. Qatilayli chotoqni oshindami qilayli, yaxshi gap qildim. Lekin o ikkinchi oy, birinchi oy, ikkinchi oy, hozir uchinchi oy kirdimmi? Fikrmay. Vaqt ularni bir qitimmi qatilishga hech qolmadim. Nimishqa? Chunki ba'zida jamiyatda siz to'g'ri deb qaragan ishlar ba'zi jamiyatda binormallik hisoblanishi mumkin. Jamiyatda binormal bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. O'ylab ko'rmay qartiyilga chiqsangiz, necha pul xarjlaysiz deganda, eng yaxshisi xarjlaysangiz 250 pul xarjlaysiz bir kunda. Birodar. Amaliyotda har hafta 250 pul xarjlaysangiz, 250 pul xarjlaylik uchun ba'vosiz, ba odamlar xili ko'p. Xarjlaydi. Lekin ular 250 pulni yo'q chiqib xarjlash o'ylamaydi. Ular shu Urumchidan chiqmay, shu yaxshi havoda nafaslanib, Ma'ram bog'da tabiat payz o'tirib olsa, vah. Lekin ularning qo'shiq qanday qildi? Chiqdi. Bunga yana 15 yillik, 10 yildan keyin ular doktorxonada men yo'qlayman ularni dedi. Dashqan bismongning bo'pti. Mendan so'raydi, "Turgun nima ish qilding adash?" deb o'chaqchi. Ha, qarti yilga chiqqandim. Hey. Ashal sen bilan tilga chiqqan bo'lsak, bo'pti. Mening hozir og'ingim tuqdi. Pushayman. Ashgular shunda semiz hozir semirib ketdi. Men qarab, o'tganda chiniqishni boshlagan bo'lsa qo'pga adasha, boshlayli ha dedi. Boshlanglar. Qapqima. Loyajon bilan leksiya so'zlayman dastlab so'zlagandek. Ular boshlamaydi. Ularning hayot olib ko'nab ketdi. Habit top bo'ldi emasmi? Habit chiqib bo'ldi. Ammo davlat hozir munosabatingiz nima deganda, ingliz tugansiz yoki bir narsa tugansiz, shuningga moslashgan odamni qanaqa qilam? Teping. Bir qanchini topolsangiz da yaxshi. Men ingliz tugangani mening eng yaqin do'stim bor. Bir qancha do'stim bor. Billugun top. CCTV 2014-yili 2 Uyg'ur alqog'ich musobaqa kirgan. Mana men bayatdan dedim-ku, 96 olganda mening Azmat degan og'inam mamlakat bo'yicha eng yaxshi talaffuz mahiri bo'lgan. Uning talaffuziga gap to'g'ri kelmaydi. Amerika talaffuzi. Uning talaffuzida ingliz so'zlaydigan odam yo'q. Uyg'urlar ichida. Bu ham yaxshi so'zlaydi. Men shunday deb beralayman sizlarga. Hozir nada uning g'oyasi, nishoni yurak kasalliklari doktori bo'lgan bo'lg'achqa, hozir Jo'jan universitetiniki aspirant turib aşağıda takliflar olib qoldi, aşağı ishladi. Yani doktorlik o'qimoqchi edi. Ketav chiqib. A munosabat, sizning kishilik munosabatingiz ham taraqqiy qilsa, billi o'rgansangiz, billi shu ishni qilsangiz, u billi qanday qilib yetaklaydi. Herkesmi mayingizga ajab bugunib ketdim bu deb, uni ko'rolmaysiz qilib, uning bilan bunda biraz tartib o'tasiz. Bu dunyoda qolishadigan narsa yo'q qadrliklarim. Men dedim bu dunyoda 4 ta narsa bor dedim. Kimga? O'qituvchilarga. Men leksiya so'zga 4 ta narsa bor dedim. O'qituvchilar leksiya so'zlaymanmi? Birinchi tug'ilish dedim. Ikkinchi o'lish. O'ttirda 2 ta narsa bor. Oddiy. Tug'ilganda yalang'och tug'ilsiz, o'lganda yalang'och ketasiz. Qolishgan narsa yo'q. Tugidi? Shunchalik bu o'limni bilish kerak. Tug'ilgan odam o'limni o'ylab qo'yish kerak. O'lisiz. O'ttirda 2 ta narsa bor. 2 narsani deb beray. Biz jon boqamiz. Hayot yashash uchun qanday qilsiz? Jon boqsiz. Ikkinchisi oddiy. Ko'p yeysiz. Ko'p yeyishni xohlamaydigan buna xo'p kitaman. U bitim, bu bitiman deydigan odamlar rayib bo'lib bitiman, savoqlab bo'lib ketsin. Normalda ko'pincha kishilar unda demaydi. Ular nima ish qildi ko'paydi. Bu ikkisiga nima lozim bilamsiz? Tug'ilganda muhabbat bilan tug'ilasiz. Shunaqmi deyman. Shunaqmi? Muhabbat bilan tug'ilmay tug'ilasiz. Endi jon beqishidan ko'payganda bu muhabbat kerak. Jon boqqanda yaxshi ko'rgan ishni qilsangiz, u narsa sizning jon beqish yo'lingizni qanday qilib tegmay chiqadi. Yaxshi ko'rgan ishni qadrlab, suyib qilsangiz, u narsa tabiiy bo'ladi. O'ylab turdim, men darsda shunday yaxshi ko'raman. Men o'quvchilar ko'yinib ketaman. Qattiq. Men kallamda rast gapman. Kallamda unda qarab ko'zimga pul ko'rinmaydi.
Men iniq deb berey sizga. Ko'zimga pul ko'rinib baqqan emas hayotimda. Men chaqchaq qilib deyman, sizlar pulchimi u bu deb. Lekin degan gapim boshqa gap bu. Lekin men ashni intayin so'yib qilg'achqa, jinim intayin yaxshi beqiladi. Mening keynimlik xo'jimga tabiiy pul tushiydi. U xo'jini men ko'tarmaylik dahi. Pul bor. Nimishqa? Men jon beqotiman. Nim bilan jon beqotim bilamsiz? So'ygi bilan. Yaxshi ko'rgan ishlar. Nurg'un kishilar o'zi yaxshi ko'rmaydigan ishlarni qiladi. Qaysi jamiyatda? Junxo xalq jumhuriyatida. 78% odam. Ajnajiq gap. Endi o'tirdik ko'p ish. Ko'p ishga nima kerak bilamsiz? Muhabbat kerak. Birisini yaxshi ko'rishingiz kerak, uni bilan yashaydiganlar nima bo'lgan bo'lishingiz kerak? Nima bo'lgan bo'lishingiz kerak? Ashundoq o'zingizni ottirgan bo'lishingiz kerak. Shuning bilan yaxshi ko'paysiz, yaxshi boqsiz. Bu ash tug'ilgan, ko'paygan odamga nisbatanmi? Nima bilan boshlandi u ish? Muhabbat bilan boshlandi. U ya'ni jon boqidi muhabbat bilan, jon boqidi ko'p, muhabbat bilan ko'paydi, oxiri o'ladi. Oddiy. Lekin kishilik munosabatingiz, men bayatim dedim, nechinchisi bu? 6-si. Intayin muhim. Sizni A tarafga boshlaydigan, masalan, yatqingizda vakilada chikimiz, ichimiz, bunda degan bo'lsa, shunday yaxshi. Uning so'zlimisangiz nima bo'ldi? Sizning hozir vaziyat qilgan vaqtingiz emas. Bu hozir ayna aloqa vositasida aytdiqman, nimada? To'g'ri aloqa vositalarida va ko'rma. Nurg'un kishilar vaziyatni chiqarib qo'ydi. Oldilar o'zingiz o'qib, o'zingiz oldilar azm qiling, o'zingiz chiqarmang. Boshqalarga oldirib qo'yib ketsizlar. Bir yaxshi gapni ko'rsa, "Vochshidi" taqt tutdi. Nima gapni ko'rsa taqt tutdi. Menimcha oldi bilan nima qilib berish kerak? O'zingiz azm qiling. Eng to'g'risini tanlang. Azm qilib, ujur-bujur no'ch olib berayotganda o'zingizning hayotini ko'rsatning ishni. Unda gaplarni taqdivermay. Nima uqtirmaslik bu? Taqdir ekansiz. Kim tushunyapsizlar? Taqdirlarni ko'rayotgansizlar? Bek ko'p. Bo'lmasa siz o'zingizning undidorlik beshinligingiz chiqib o'zingiznikini olib turib nimalarni taqdir ketdingiz? Hozir qadar. Mandaq dedi. Mandaq yashash kerak, qandaq yashash kerak. Voh, ajab feyz gap tutdi. Gapga oldirmay, bu gapni feyz qila olay, dunyoda feyz gapdan jiqnasi yo'q. Lekin ishni feyz qilsangiz oldi. O'zingiz. Endiki gap men bayanim dedim. Munosabatni bak yaxshi qilish kerak. O adis o'ylab qo'yinglar. Bugungi munosabatinglarni o'ylab qo'ysanglar bo'ldi. Sizlar leksiya bakin deb keldinglar shunaqmi? Hozir kim bilan munosabat qilasizlar? Men bilan. Cho'ngjar. Ya'ni o'zaro munosabat qilyapmiz-ku? Ana bir yig'ildik. Endi mushu munosabatning mevasi azroq bo'lsin bir hayajonlanish bo'lishi mumkin. Azroq bo'lsin qaldimizda nima? Yangidan bir o'y fikr shakllantirish bo'lishi mumkin-ku. Boshqacha munosabat qilasiz. Bu chog'i boshqacha bo'ladi. 7-si kelaylik. Cho'ng yaxshi odamlarni teping demakchi, bo'pmi ingliz tilganganda aynan siz bilan tang ugunib, texnik ulug'lar nishoni bor odamlardan birga uguning, chunki bir-biringizni qanday qilmasiz? Yetaklabmasiz, ishtiribmasiz. Qadrliklarim, endi keldik sizlar qiziqadigan narsaga, 7-si. Endi kelaylik. Ma'lum qayerda o'qiyman? Nima kitob degansan bo'ldi? Kimdan o'ginaman? Qanday o'ginaman degan gaplar bor. Hammasini men nimaga yig'inchoqlayman desangiz, nimani yollayman degan yig'inchoqlayman. 7-usul nimani yollash. Yollash. Hayotda endi yollash kerak. Nima qilish kerak? Yollash. Men bu yerda dedim, top o'ynash uchun nima yollaymiz bilamsizlar? Futbol, maydon. Rahmat. Bo'ldi. Futbol bilan maydonni yollasak chiqibdi. Odamlar shu yollovchilar. Shunaqa top o'ynab ketamiz. Endi men bayanim dedim 2 yilga yaqin hozir chiniqyapman dedim, to'xtamay. 6-oyga 2 yil oldu. Mening yollagan bir narsa bor. To'g'ri narsani yollash kerak. Mening yollagan narsam nima deganda? Mening yollagan narsam hozir qadar eng yangi chiqayotgan eng noche oila chiniqish video filmlar bor. Shularni yollag'liq. Ular deganninki Huzur Bakpayzi.
Bugün mesela ben pey sozuşup geldim. Bugün bunda bedenini sozumen de 35 minutlik beden sozumen. Pek bozuluk. Şunda bedenim hazır. Şunun nima peyya verip bedenimi sozuversem peyz oldu. Tamponluk demekçi. Tamponluk kılgan bu. Endi men to'g'ri narsani yollig'achqa mening bosh ichki narsalarımni qanday qila oladimman? Qo'rqmay davomlashtirib qo'yaman. Agar usul yollig'an narsam xato bo'lsa, futbol o'ynaydigan yoki nima yollab qo'ysam, basketbol yollab qo'ysam putim og'riydi. Basketbol o'ynayman-da, basketbol o'ynaydigan yoki basketbol yollayman-da. Shu endi bu yollash deganda shu har xil materiallar oldu ingliz tilida deganda kitoblar oldu. Bakchiqlar menda hayajonli kitobxona bir muncha kitob setib olishim mumkin. Nima degan aqllilik. Kitob setib olmam. Oldirib kitob setib olish qolmaydi. Kitobni bak o'ylab setib olish kerak. Qanday qila olasangiz, haqiqiy mush kitob sizning yollishingizga nima ish qilsa, arzisa, mush kitobni siz yollab tugdalaydigan bo'lsangiz, anda setib oling. Shuncha kitob setib olish qolmaydi. Siz qo'lingizda bor kitob qanday qilib oldinglar? Ashni yaxshi o'rganing. Yollagan narsangizni yaxshi o'rganing. Endi biz nima yollaymiz? Ben til o'rganganda gapiray. Maktab yollaysiz, o'qituvchi yollaysiz. O'qituvchi bek muhim. Mening nazarimda bek muhim, rasli muhim. Chunki o'ylab turgan boshlang'ichdan tortib hozirgacha o'qib keldik. O'qiganda o'qituvchining qandayligi, muhimligini o'ylab baqsak bilamiz. Ba'zi o'qituvchilarning darsini biz bek yaxshi ko'ramiz. Ba'zi o'qituvchilarning darsi deganda mumkin emas. Biz ma'lum bir darsga bak do'tib qolgan, nima uchun do'tib qolgan? Biz do'tib qolganligimiz uchun emas, o'qituvchi uchun. Nurg'un hikoyalarning kishilarning hayotida o'qituvchi bo'lmay qolgachqa biz do'tib qolgan darsga. Baka siz matematikaga shunda o'chib qolgan emas, yoki ximiyaga, yoki fizikaga. U darsda masala yo'q. Lekin yollig'an o'qituvchingizning masala bor. Endi yani birisi kitap meselesi. Nima ham dedim, jiqsit olmang dedim bu. Kitapni to'g'ri yollash kerak. Ashunda. Andin endi nimalar bor deganda, mening tavsiya qilganim, hozir shu telefonlar va aqliy vositalar telefonlar chiqyapti-ku. Hozir tavsiya qilganim radio yollash kerak. Radio setilishi telefoningizni nima tushirib olsangiz, radio kanallarini tushirib olsangizlar, app bor. Foydali yumshoq detallar bor. Shularni mesela BBC deb kirgizsangiz, BBC radiosini tushirib olasiz. Qanday vaqtda to'ringiz bo'lsin, qana qilsangiz, olsangiz bo'ldi. Yoki turkcha o'rgangan bo'lsangiz, turkcha radioni tushirib olsangiz, qanday vaqt turkcha olsangiz bo'ldi. Qanday nima bo'lsa, radio bekmi? Chunki til o'rganganda siz qanday saviyada bo'lishingizdan qat'iy nazar, saviyam yetmaydi demaysiz. Balki sizning qulqingiz pishishi kerak. Chunki siz ash muhitga kirishingiz kerak. Chunki kichik bir bovoq bola baka bir ishga yosh kirganda apa, dada deb demaydi, chunki u bolaning qulqi pishdi. Agar u bolani maymun boqqan bo'lgan bo'lsa, Tarzanga o'xshash. Maymunchi cho'ng oldi. Shunaqa deb, nimdisi deb. Endi gap u bolani qaysi? Masalan, bir qonun bilan munosabatsiz bir odamning ma'lum bir tilni so'zishi. Shunaqa masalan bir xanzu balni beqo'gan nurg'un otalar bor-ku. Nasıl xanzu bal bo'lib cho'ng olmaydi bola. U bola Uyg'ur madaniyati cho'ng oldi, Uyg'urcha bilib cho'ng oldi, shunami? Bilay sinishib cho'ng oldi. Nimishqa? Muhit bor. Har kun radio bor, u bola olmaydigan. So'zlar o'ylab ko'ringlar, kichik bolalarning grammatik o'rganib cho'ng olganmidi? Biz grammatik o'rgandikmi? Biz jumlaning qurilmalarini o'rgandikmi? Biz qonuniyatini o'rgandikmi? Ma'rif bilan oxirlashib manda o'qildi, qonun bilan oxirlashib manda, manda qo'shimiz deb o'rgandikmi? O'rganib anglab. Shunga radio anglash degandan nochi narsa yo'q. Men sizga gapiray. Maktab yolladingiz, o'qituvchi yolladingiz, kitob yolladingiz, endi radio yollaysiz. Bu gapni qilmoq oson. Bu gapni qilmoq bak oson. Bu gaplarning hammasi qilmoq oson. Nima? Demak oson. Qilmoq deyman bu. Demak oson. Qilmoq oson emas. Radioni nurg'unlar yollamaydi, ishonmayman. Yana muzik yollaysiz. Muzik degan nima? Naqsha. Har xil naqshlar bor. Hozir to'g'ri deganda shunda qulaylik. Shunama siz Baidu'ga chiqib, Google'ga chiqib, inglizcha naqsha desangiz, nurg'un narsalarning uchurlari chiqadi. Tushunsiz bu.
2013'deki mandaq naqsha atsınız, düşürsünüz, ya 2013, neymi desiniz be? Ben 10 yılın aldaki naqşlarımı anlasam, hayacalıp gitmem. Hazırlıklı naqşlarımı hem anlayma, hayacalıp anlayma. Çünkü ben naqşını anlayma. Çünkü naqşa, benim royu dünyarım şunda neymi yapıldı, tanışaş yapıldı. Şunda dava. Çünkü hazır gariptimi şu, Avrupalarım şu, adet psikolog doktorları 70% usulünü naqş arqılı, müzik arqılı davalaştırıyor. 70%. Müzik arqılı davalayıplar. Yani demek ki müzikinin rolü, naqşının rolü pek çok. Endi yalnızma tülügün işte naqş anlağın deyişimlik sebep nime ergende? Tülügenge vaktimizde kadarlıklarım, bu naqşının telaffuzu pek ülçenlik olunca, bu mesela Uygurca naqş anlaqlarına, Uygurca herkes mi? Bu defa yerlik konu naqşlarımızda o ba, lekin ben yeni zamanevi naqşlarda herkes mi telaffuzu uyan çıkıp kamaydı. İntayın ölçenlik telaffuz çıkırdı. Abdullah Birim'in naqşını anlaqlarına kan telaffuzu uyan bir kitip kağa yer ba mı? Yok. Ba olsun belki bir kavuşlarda Özbekçini ya Türkçini doğrap kağa yer oluş mümkün. Omuz ketiyor düzmenlisini. Şuna naqş anlaş gerek. Naqş anlap, naqşını ügünüp koyulgan bolsanız seviyiniz yani bir belli götürülür. Mesela ben hazır 2 yıldan açtım Türkçe günü atmalı. 2 yıl balayı yaptı. 2 yıldan açmadı, 2 yıl boptu hazır. Ben 2011 yılı 1. ayda Türkiye'ye geldim ki 9. ayda verip kursukka bir aydan artık vakit katlaşıp geldim Türkiye'de. Ben neymiş kılmayı sana kino görme, kısımlıklı ziyalar var, torbetli görmenler. Naqş anlayma, mümkün pek yaxşı görgen naqşlarım bolsa tekstlerini düşürülüp, tekstlerini tan körep anlap yadılıptım ben. Tan gınışıp okuyman. Şuna bütünley, hazır Türkçe anlasam bir Uygurca yapılıp atqandakla hissiyat hazır. Hiç qandaq bir fark yok. Yenimdeki bir Uygur düşenmese ve neymiş düşenmeyse ya digim kepsidir. Aşında, neymiş kılırsanız ben radyo anladım, ben müzik anladım. Hem yani bir nesne. Kino görüş gerek. Kino dinbarsanız müzik yok bir nesne var. Bu bolsun medeniyet var. Çünkü onun kandak görüşündeydi. Mesela ben, bana gariplikle Amerikalılarla biz kol ilişki görüşümüz. Ne kılıp? Biz özümüz bu kol ilişki görüşümüz kudayma. Lekin ben cık vaxtlarım içkirdeki Xanzu yoldaşlarla görüşkende ulanın ki kol uzatması kırım bir arama bitirme. Cıklar kol uzatması kırıngen. Arada kol uzatı kılıp özem pişemen kırım. Neyme de uzatkan bağı gittim. Hazır şuna Xanzu yoldaşlarla görüşkende alaydımda hükümet oraları görüşmegen bolsam, şahsi münasebetden görüşmegen bolsam, aqanda ahval deyme, aqanda deydi. Ulan kol uzatmaydı, ben uzatmayım. Arada ulan kölmegen ulan sımandaq könetken top. Şununla da raskol gap. Yallaydigan narsani aytman ku, kino. Kino nima chiqadi madaniyat chiqadi. Ular qo'l elishib ko'rishamdi, mangziga tekkizib ko'rishamdi, nurg'un ko'rishlar ku. Mencha kinolarni ko'rayotgan. Shundan 98-yili meni bir fuqa ag'inam batdi. Endi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bir qiz bola kelibdi-ku, ularga men tarjimonlik qildim. Qashqarda, yozda. Bir haftalik tarjimonlik qildim ularga. Ajna har xil tashkilotlarga tarjimon bo'lib qolganda tarjimonlik qilib, mening fuqaroligim ingliz tushunib qoldi, hayajonlanib chet ellikdan ko'rishman deb qolib meni bir kun ikki chiqdi. Ma'quldirmi chiqdim. Chiqib bu bir kun vazifani oxirlashtirib, kechda tamoqni yeb, mehmonxonasiga olib qo'yib, mehmonxona oldida xo'shlashgan bo'ldi. Xo'shlashgan chog'da u birisi qizchaqning ispaniyalik qizchaq, ya'ni amerikalik. Shundan kelib, mangzini tekkizib, so'yib qo'shlash tashkilisi. Ya normal ahval kadarlıklarım. Yani soyadlısı göz aldığında bunda diyaram görünüşler kendisi normal. Medeniyet bu. Şunun olan benim fukarıyla mandak kıldılar. Mandak kıldı. Koluyla göreşti. Ya koluyla göreşti. Hoş bakmaydı buna. Ve kırkıt. Neydi o? Nimesi? Seni suyunu köpüğünü söyle ya. Bu şarkı çıkacak da. Şunu olan bu medeniyet meselesi. Kino görgende
Qanday yer, qanday ko'rishidi, qanday madaniyati ham hammasi cho'qim 100% hammadan tushmaydi. Men o'tgan hozir 150 dan ortiq saboqdash har birimiz madaniyat vakillik qilamiz. Bunday shu, har birimiz bir individual. Shuning uchun bir odamning ishini ko'p odamning nimasiga, ko'p topning narsiga o'zgartirish bo'lmaydi. Shu kino ko'rganda men shunday. Yusuf Asacı Kutatlı Birlik'ini yazdı. Bunu kim yazmagan? Uygur yazmagan. Yusuf Asacı yazdı. Lekin Yusuf Asacı Uygurmuş. Aga beni qo'ysin. Ya Uyg'ur ha shu. Lekin demak, u ikkisi ayrim gap. Biz Uyg'urlar bunda qandaq degan gap yo'q bu yerda. Faqat Yusuf Asacı shundaq. Anini bilaman. Mahmud Qashqar shundaq. Şu davrda Mahmud Qashqar bilan Yusuf Asacı butunlay Uyg'ur emas. Ya'ni butun hamma Uyg'ur emas demakchi. Shuni o'zicha bir ishga odamni vaqtchilib taqqida qo'ymaysiz. Ayrim. Kino ko'rganda, madaniyat ko'rganda shundoq. Mahaq mushunda ekanda. Amerikaning nurg'un nasri va qanaqa kinolari. Ular nima deydi? In time uchoq deydi-ku. Unda emas. Ularning bak kuchlilik nimiyalar bor, yipiqyalar bor. Turmushida bak diqqat qildi. Siz berib ko'rsangiz his qilsiz. Ularning o'zichilar, adablam bir so'zdan chiqiblar. O'tiravermaydi bir yerda. Ularning o'zining madaniyati bor. Lekin ma'lum bu kinoni ko'rib bunda tushunish bo'lmaydi demak. Shu kino ko'rganda madaniyatini o'rganamiz, lekin madaniyatini o'rganganda bunda cho'ng jihatni ko'rib turib, qanaqa qilish to'g'ri keladi o'rganish. Madaniyatni bilib olsangiz, kishilar bilan aloqani qanaqa qilsangiz, yaxshi o'rganasiz. Ammo men atlan ingliz tilini yazdim-ku. Aslında 80% aşı inglizlarning nasi bor. Eng hozirgi zamon. 20% o'zimizning nasi bor. O'zimizninkini qanaqa qilamiz? O'rganib ifodalaydiganlar. Bo'ldi. Maktab yollasangiz bo'ldi demakchi-ku. E'lanma va. Endi yana bir muhim narsa, aşı tilni o'rganganda, aşı tilni so'zlashgan, ana tilni so'zlashgan chetliklar bor-ku. Shular bilan aloqa qilib turish kerak. Endi ba'zanlar bunday deydi. Men qarab qo'yaman qadrliklarim. Chetlik bir yer bo'lmasa, men qanday izlab topdim bu? Siz tilni o'rganing, siz to'g'ri chiqing, siz unda qalamning ko'mini topsiz, siz bilan aloqa qilishni xohlaydiganlar nurg'un. To'g'ri. Aloqa qilsangiz bo'ladi. Nurg'un vositalar bor. Endi kundalik turmushimizni o'chirishi mumkin. Bu yer o'chirimsa, nima o'chiraydi? To'g'ri dunyosini uchraydi. Ya'ni demakki, oshtilni so'zlashgan odamlardan qanaqa qilish kerak? Shularni yollash kerak. Meningki ingliz tilini shuna yaxshi o'rganishimda, men shu 96-yil o'rgangandan tortib, o'rganib 2 oy bo'lmay ketarlik qarangli gap qilishni boshlagan. Tunji gapim this is a pen dan boshlangan. Excuse me, sen yes debdi. This is a pen. Sen, yes, it is a pen degan bir qariya ayol. İkinci gittim yana bir kız bilan paranglashgandim 21 yoshli ama deydigan qiz. Hozirgi xotiramda taqash qiz bilan ketib olmoqni istagan. Men taqib bir kun qiz bilan aylandirsam bir tap oldim deganda, "Valni nech kun yemay aram dars degandim." Endi gap yallash masalasi. Aşı tilni so'zlashganlar bilan intayin yaxshi aşı tilni ishlatsangiz, siz yani bir qalbiga erishgan bo'lsiz. Lekin qalbingiz to'xtab qolmaydi albatta. Ya'ni alg'ilgilab nima-ku? Shu chatlarliklarni ishlatish kerak demakchi. Shu yollagan narsada men boya dedim, maktab, o'qituvchi, kitob, bu qalammi bor, xotir daftar bor. Unda cho'ng narsalarga diqqat qilib, kichik narsalarga diqqat qilsangiz yana chataq chiqadi. Xotir daftar bak muhim, qalammi bak muhim. Kino, naqsha, chatlarlik ish qilib sizning bu tilni o'rganishingiz keraklik bo'lgan, konkret tutqul bo'lgan narsalar bor. Aşağının anneni yallasınız bu. Yallaş gerek. 8. kilemde 8. açık. İmtihan. Lekin ben imtihan yok, sizde altına imtihan emasçım olsun. Ben başka imtihan bilen geldim bu yerga. İmtihan degan nima deganda qadrliklerim. Siz bir vaqtdan qog'oz imtihoni emas. Uningdan olib tushgan cho'ng ma'nolik imtihon bu. O'ylab boqaylik. Men mana yozamman. Ben xanzutluq imtihan usta.
usta ketdim. Türk tiliga bek usta. Ajna bo'lib ketdim. Ingliz tiliga intayin usta. Bunda bo'lsa, men shuni bilan bizning Abdum rayonininki raisi Nurbekliga tarjimon bo'ldim da. Nima ma tarjimon bo'lish? İmtihan. İmtihandan o'tdim hozir. Shuni aytamsiz? Tarjimon bo'ldim. Bunda bo'lsa bir kuni Amerikaninki prezident Obama keldi. Nurbekir bilan ko'rishdi-da. Ashuna deylik. Da men nima ish qilyapman bu yerda? Tarjimonlik qilyapman. Nima ma'no tarjimonlik? İmtihan. Birinchi ishlar bir kuni Turkiyaning xalqi Erdo'g'an keldi, yana tarjimonlik qilyapman. Nima bu? İmtihan. Shuning bilan men Harvardga berib o'qib qo'yay deb TOEFL demoqchi. Bu nima? İmtihan. Bundan bu imtihan sizdan atqan qog'oz berilgan imtihan emas. Hayotdagi oshi narsani o'rganib, oshi ishni qilib, oxirida ma'lum muhim o'tganlarga kelgan qanday qilish? Rohat o'tish. Masalan, endi Amerika uchdim Beijingdan, nagadim New York yoki Washingtonning aeroportiga bordim. Men berib baqdimda. Berib baqsam, shunday tamojna bormi? Tamojnasiz pasportingizni tanlaysiz. Yili qap-qora tanlik, yili 40 yoshlar atrofidagi semirib ketgan ayol men qarab kulimsirdi. Hi deb qo'ydim. Sen shuna business or pleasure dedi. Business. Somehow that's one. This is your first time? Yes, it's my first time. Oh, you're from China. You don't know Chinese? Shuni rahat paramshatdim. Paramshatgandan keyin chiroyli pasportim taqib tamg'udi dedi. Taganki keynimda ikki ayol junguluq ekan. Cho'ng yashdi. Ular ingliz chiqmaydi-da. Men bir narsani redlayotgandim atrofda. Redlayotsam, u ayol oldin ingliz so'rasa hech kim deyamagandi. Shular atrof qarab, qaysinglar? Jungu chiqsizlar. Javob ketganda. Shular men junguluqsam, "Oy, unutib qoldim sening junguluqingni" deydi. Sen tarjima qildim. U qizini yo'q bo'lib ketgan, qizi o'sha to'rtga u bu deb metro desam, shu iniq adresini bilmayotganlar, yo bilmayotgansan bu bo'lsa. Bir mo'min savollarni so'rab, aran dars tamomladim. Voy rahmat sana, hey, til bilgan yemak payza dedi. Ay shu deb qo'ydim bu ayollar. Shundan asli deb ketdim. Ashi nima? İmtihan. Amerikadan chiqib ketdim men yana 5 oy o'tgandan keyin. 8-yanvar oxirida. 4-yanvar 5 borgandim-da 2011. 8-yanvar oxirida chiqib qolsam, tamojinda meni ham tam urdi. Sen qattiq xushchaqchaq bir o'g'ri aka. Sen 50 yoshlarda bor. Andan chaqchaq qildi bu. Deb. Sen nimanda mening ko'zimga markaziy axborot idorasi ishlayotganda ko'rsam chaqchaq qildi. Ya'ni nima argani mening pasportim qarshi Jungo pasporti, lekin chiroyim Jungo pasport emas-da. Shuning bilan deganda shuna men chaqchaq qildim. Voy, shu ishlab jiryapmiz-ku endi. Bu bo'lsam bo'lmaydi. Chunki chiroyingiz qarab, ular beklik odam psixikasini xudo kimlarning qanday qilsangiz men chiroyli chaqchaq qilishib, voy qaytib kel bu dedi. Meni juqtaqam ishib ketganda gap qilmadi chaqchaqlardan. Asli juqtaqingiz ishib ketsa, ashqan qismini nima qilishingiz kerak, pul to'lab yo'llashingiz kerak. Chaqchaqlar bilan yo'q ketdim, kirib ketdim, ish bitdi. 11 nima? İmtihan. Fransiyaga borgan bo'lib, konsullik kirdim. Bu yerda mening o'quvchim bor ekan. Kim bo'lsangiz, mushunda sinfimda o'qigan bir qizchaq Fransiya konsulda vizirligiga yerda ishlabdi. Voy ma'lum deydi, "Voy sen men shu 3 kun oldin sizning jadvalingizni ko'rib, nomerni, sizningki nomerni men bilan ko'rishadigan qilib ilib olgandim" deydi. Dasho'da mening o'quvchim, Dasho'da oliy maktabda dars o'tganlikka bor. Adab bilan paramlashib qildim, pasportni olib qoldi. Vizangiz chiqadi qachon, bir qancha kunda dedi. Ketdim, kim bir telefon keldi. U kim bo'lsa-ham Fransiya konsuliga boshliq telefon qildi ekanda. Davud mendan so'radi. Fransuzcha gapirdim, men inglizcha bo'lsa, "Voy inglizcha qancha deydi?" Men sen, "Adab, voy Parijning borsan" debdi, "Xizmatdan borma, shirkat hamkorlik qilasan." U bu deb bir qancha savol so'rab javob berdim. Dedi, qo'yibdi. Bundan keyin pasportim chiroyli qo'lga tushdi, 2 kun mumkin. Men Fransiyaga ketib qoldim. Fransiyadami tamojinda o'tganda yana junguluq uchirdi. Yana tarjimonlik qilib qo'ydim. Chunki men junguluq bilan birga borman-da bir oy planda. Chiroyli o'tib ketdim. Nurg'un yolda imtihondan o'tadim.
Bunda 8-ci açıq nima desiniz? Hayatda bir narsani tutib qilsangiz, bakki qiyin oldim, bak yaxshi bo'ldi. Bir gap bor. Hayat fursat kimga? Fursat tutib turganlarga emas, balki tayyorlik qilganlarga mansub degan gaplarni beja payz gapingda taqib qo'ysan-ku. Endi gap imtihon ashadi. Fursat bakki. Hayatda bakki fursat. İmtihan verimiz. Her günümüz imtihan bilan o'tiramlayapti. Her günümüz. Shunaqa deyman. O'ylab ko'ringlar, bugungi me'yorning so'zishim imtihan emasmi? İmtihan. Qarang, 14 yil oldi men me'yor so'zlab qilib. Bugungisini bir imtihan men uchun. Chunki men 14 yil tayyorlik qilgachqa bugun qanaqa qilyapman me'yordan so'zlab. 14 yilning oldin 19 yosh vaqtimda bir şey chiqib so'zlaganda yuragim bunda qaplashib qolganday o'pgan. Ya 50'dek savaqlashyapti, keynimi qarsam go'yo ishtinim chiqib qolgandek his qilaman. Hozir hamlab ishtinim chiqqanmi, ishtinim tushmagandek his qila olmayman. Chaqchaq emas. O'zi shenni sanwa. Rost. Evet. Yani demek imtihan. Her bir jarayonda imtihan beramiz. Lekin hamda mandaq odamlar bor. Ah, Xudo deydigan odamlar ko'p. 8-ci yoshga so'zdim qo'y. Arliqda qo'shib qo'ygan bir mazmunim bor. Bir anglab qo'yinglar. Bu shu mang'ili keldi degan kishilar bor. Mang'ili keldi. Nim mang'ildi? Amam kagilib mami keldi. Ah, Xudo. Kagilib mushu dunyoga tug'ilgan odamning hammasi keldi. Mushu dunyoga kagalli bo'lsangiz, kagilik bor. Hiç kişi onundan neymiş kılanmaydı? Hiç kılanmaydı. Yılkı dünyanın ağın imparatorlar mı? Yılkı pul tapkan milyarderlar mı? Yılkı adamlar mı? Kasımcallar yok hazır. Adamı kentler yaşayıp koyar. Ama adamların bir şey kanak şaşkın. Anladım. Kiler yaptım andak bir leksiya sözlemek için mi? Kiler yaptım leksiyam bakan qaranglar. Leksiyaning temisi muvaffaqiyat va xushallik. Kim o g'aynima? Muvaffaqiyat va xushallik. Vaqtimiz bo'lsa kiler yaptım o'tirib kelib leksiyarimni olsangiz bo'ldi. Muvaffaqiyat va nima? Xushallik. Qalbi bilan xushallikning nimasi munosibni so'zlayman. Manda odamlar bor-ku, qaranglar. Qalbini erishgan narsasining soni bilan nima qilgan? O xushallikni qalbi qilgan narsaning soni bilan o'lchar. Xato. Unda 10 ta nasib mangmaydi demakchi. Albatta 4 ta nasib mangmaydi. O'ylab ko'ringlar, qo'saqni yeydigan narsa yo'q, odam xushal bo'la olamda? Bo'laman. Kiydigan kiyim yo'q, xushal bo'la olamda? Turadigan joyi yo'q, xushal bo'la olamda? Bo'lamaydi. Lekin shu narsalar bo'lsin. Bo'lgani xushal bo'la olamda? Naqayn. Şunu ma'lum narsaga erishsam xushal bo'laman degan gap xato. U xushallik asli u narsaga erishishdan emas. U xushallik sizningki ruhiy dunyoningizni, psixikangizni qanday qilish bilan munosabatli tanishashman. Nurg'un yosh bolalarni fuqimiz avaraga qarab deyish qildi. Avaraga qarab kim kelmaydi? Avaraga qarab xushallikda budi. Masalan, Küçürleri karşılamak, vah, bugün ama acayip beyziyim, ben nim diyen kuşal, ben nim diyen bakitlik de. Evet, sabah 3. ayım kayakandı. Kaçtığın gün bulduk mu bu iş? Bana şimdi psikologiniz olsa, saz yaşatıpsız. Kuşallık deneyim ben Irak'ta. Hayaksın boktu. Hava uçuk olsun, boktu yakşı. Lekin benim kuşallıkım kanaqlamaydı. Azırak faydası var. Zini yok. Hayası mı? Zini yok. Hayası. Nasıl buldu? Lekin benim kuşallıkım başka yerde. Mani biliş gerek. 9. 8. limitde? İmtihan. 9. hem imtihandan ötep olduğum da uxlaydigan bolalar var. Shular deptimi. Bah, İngilizce bilib qopdim ha. Ajab deydi. Obama'nın tercüman bo'lib ketdim. Bizning Nur Bakri reis kimi yarab ketdim. Yo'qsa, insonning hayoti
taqqa chiqish jarayoni emas. Men burun leksiyarimda insonning hayotini taqqa chiqish jarayoniga o'zga deb so'zlaydim. Hozir leksiyarimda bunday deb so'zlayman. Chunki mening yeshim cho'ng'yotdi, nazarda ayrim qana qiladi, ish oldi. İnsanın hayatı taqqa chiqish jarayoni emas. Agar taqqa chiqib bu yerda to'xtab qolsangiz, qana qilsangiz tushib ketasiz. Ha erib ketadi. Taq gumron bo'lib ketadi. İnsanın hayatı nima chaq deymiz? Chaq belak bor. Chaq belakda aylanib chaq bor. Shuningda aylanish. Siz meyak chiqib qalbini tetigan vaqtingizda yana aylanasiz. Yani yeni bir qalb. Cho'ng'iydi bu chaq belak, cho'ng'iydi. Ahir o'limiz qo'shqib. Lekin ayla aylanamiz. 9-ochkoch aylanish ochqochi. Maktabni tugatib, qalbi qildimmi-ki deb qarab o'taman. 8 kitobni tugatgandan keyin qalbi qildimmi-ki deyman. Qalbi qilsiz 8 kitobni qalbi qildingiz. Yem tushunishmi? Yana aylanish to'g'ri keldi. Shu 9-ochkoch chaq belak qanday qilish uzluksiz aylanish boshqa. Qadrliklarim, saytlar qancha oldu? 8 bo'lib qoldimi? Men hozir mishar o'tlagan savoqdaşlarga savol fursat berman. Doim savol fursat bersam, boshda faqat tast qo'l ko'tarib, keyin bakchiqib turib. Shuning boshda vaqtida qo'l ko'taringlar. Ikki savoqdash savol so'rasanglar bo'ldi. Men so'zladim, kallamda qanday savolinglar bo'lsa, nima savolinglar bo'lsa, nima so'ramoqchi bo'lsanglar so'rasanglar. Birisi qo'l ko'targandan keyin qo'y, menda so'raydigan ishni deb chiqlar qo'l ko'tarib turib. Doim shunday. Tushunsanaymi, bo'lmasa asta qo'shishimiz. Okay, yes. Mikrofon Avazınız başlağınız o demek ki. Hozir bu maktabda Hanzuman bitti, onun fayda yeşil yüzüzde bu. Ancak azrak bazı yerlerde çok uygun kuşlar mesela sizin 5 yılken bu tarafımız yani şu an ikisinden uyanında bizim tarafımızda hatalı yapışmış şarkında ürüşük tesir ettik bırakmalar çıkartır üstün kılamı. Oturun. Ensirmeydiği işlerden ensirmeyiniz. Meyli sizin okutuşunuz İngiliz tilde, Kasmağın Amerika, İngiliz tilde olsun. Hiç vakası yok. İngiliz tilde sözlüsünüz bol. Size çap böyle meni iyi versiniz, İngilizce'ni sözleydiğin, Amerika'nı sözleydiğin, Yeni Zelandiya'cı sözleydiğin, Avustralya'cı sözleydiğin, Kanada'cı sözleydiğin bu siz. Bak Hindistan'cı sözleydiğiniz bu. Son uçağım eslemez. Hep bundan. Gügensiniz bu. Anladın? İkinci soru, ahir soru. Yes. Siz bu bitkiye günlük hayatınız yine okşaşlar filan tutmamanız. Yeni bir soru. İngilizce'de çıktım dediniz. Ben oylap kaldım. İngilizce'de yeni durmuşta atlan Türkler birleş meşhur kuruşla oynadığımız bir yapma. Hatta yani hayatımızda üzlüksüz demiş kılamsız deyse plan tutmağımsızdır ama üşenmedim gibi onu plan tutuştu ya kayısı çıkar deyse nemin değil. Çünkü peşimiz adetliyimsiz plan tutuştu mesela. Her bir şirketin Ben düşendim. Bununla İngilizce cevap versem definitely deb cevap vermem. Nima degan gap yani muqarrar shundoq degan gap degani. Qanday deganda agar men shuni yo'qitib qo'ysam, hayotning tampini o'zgarib ketadi. Yo'qolib ketadi. Lekin uni qilmoq beklas. Bayat men so'zlayotganim hammasi shu. Qilmoq beklas. O'zingni qanday qilib turishing kerak? Ishtirib turishing kerak. Xotir tutish, shu ishni qilib memish, beklas ishlar. Lekin qilma. Ben bir sen dedim, ben Angliyaga chiqdim. Hatam olsa, ben Avrupa'nın nurg'un davlatlariga bordim, Angliyaga bormadim. Amerikaga bordim deganlar. Lekin men bu Avstraliya degandek davlatlarga. Bu yer maktab ishini o'ylab topmadim. Birinchi. Endi odamning umri intayin cheklik, lekin odamning igiligining umri intayin uzun bo'ldi. Masalan, Mavzudning Junxo Xalq Jumhuriyatini qurib qo'yganda Mavzudning bu olamga safar qildi. Lekin biz yanıla Junxo Xalq Jumhuriyatini uzluksiz qanday qilmayapmiz? Taraqqi qildirib, az dunyodagi kuchli davlatning hozir 2-o'ringa o'tdi, 25-yil 1-o'ringa o'tdimiz.
50-yili intan eng küçük devlet ailemiz bu muqarrar iqtisodiy jihatdan shuna bo'ladi. 23-şkoladanda hem yan birisi sen hayatında endi u Angliyaga chiqib maktab ochman aniqman degil olmaydi. Hayatda men bu gapni intan yaxshi so'radim, sen bu savoddoshlarni anglab qo'ysan, hayotda oddiy nuqtadan chiqaydi. Kichik ishdan boshlaydi. Bir nuqtadan tutaylik. Bayaqı men dedim 4 ish bor. Tug'ilimiz, jon boqimiz, ko'pligimiz, o'limiz. Jon boqqanda bir nuqtani tutib, shu nuqtani so'yib yaxshi ko'rib qiysangiz, bu nuqta cho'ng'iydi. Lekin cho'ng'ayganda ozroq cho'ng'aytib, bak o'zingizga ishinib ketib, "Vujub, men bu shunday o'xshayman" deb bak sakrab ketsangiz bo'lmaydi. Bu ishlar haqiqatda uzun ma'noda. Ama şu atlarni oddiy sizdan Angliyada emas, Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonida o'zing g'oyangdagi, tasavvuringdagi, ideyangdagidek atlan qilib chiqish uchunmi rakchiq tirishchilik qildi. Tabi bu atlar intan kichik bir atlan. Endi boshlanishi bu ishlarning. Shunga yo'l uzun. Lekin Angliyada ochmaymiz. Angliyada atlarga muhtoj emas. Angliya menga muhtoj emas. Angliyadan yashamayman, chiqmayman, chiqib o'ynab kelsam bo'ldi, ko'ryapman da. Tallamni ichib kelsam bo'ldi. Lekin men yana shu Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonida Jumhur Xalq Cumhuriyatiga mush zaminda yashayman. Mush zaminda taraqqiy qilib, mush zaminda chiroyli tugayman. Ketgan vaqtimda Qashqadaryolikam boshqa ketaman. Sağlamla tugilman? Ama Özünüzü hareketlendirilgan, özünüzü işittirisiz qaram. Çıkış gitti şu. Bak konuğunuz yerim bakıdı çoğun. Jığılığınız geldi. Şunda konuğun yerim bakıdı adam. Sıkıksı fakat tanışı yenmeydi. Ajayışlar buldu. Lekin beshingizdan o'tkazsiz ishlarni. Siz hozir mendan bir yaxshi javob kutyapsiz ku. Lekin bu ishga nisbatan hayotda qarang. Ya'ni oddiydan boshlang. Kichik ishlar sizning ashunda ko'ngillirimchiligingizni qanaqa qila olasiz? O'zgartiradi. Cho'ng ishlar emas. Bir tal ko'nib o'zgartiradi. Bir ko'nibga. Yoki bir harakat. Qarang, bak ko'nglingiz yerim. Asli o'rningizda turib ketamiz. Ash ko'nglingiz yerim bo'lgan yerdan chiqib ketdim. Qaytib beram. Ichiladi. Ko'nglingiz bak yerim. Bir tal ko'nib kelib bilsam, yaxshi ko'rgan bir musikangizni anglang. Ko'nglingiz bak yerim. Kitobingizni iching, kitobingizni o'qing. Ko'nglingiz bak yerim. Ma'lum odamga telefon qiling, qarang. Ko'nglingiz bak yerim. Bir ishni qiling. Ichiladi, o'zgardi. Chunki ko'nglingizning yerim bo'lishi, siz shu ko'nglingizning yerim bo'lishi holatida shu vaqtda hech chiqmay turasiz. Bilaveram, ko'nglim demek boshqa ko'tarib ketdim. Siz. Rost gapmi bu? Lekin nurg'un kishilar ko'nglim bo'lgan vaqtda boshqa o'tib ketamaydi. Bak tas boshqa o'tib ketmaydi. Bir xil ko'ngil yerim bo'lganligini saqlab turaverdi-ku. Ana turaverdi. Ana o'lib olsa ketadi. Nima bo'lmaydiganda, nima unda bo'lib boqma hayotimda. Lekin demakchi o'g'lim, yana birisi, shu vaqt siz dedingiz hozir, mening atrof odam yo'q, bunday qilib. Oshnimni izlanib boqsangiz bo'ldi. Harakat qilib boqsangiz. Ishqilib, harakatingizni o'zgartirib qarang. Men sizga dey, ko'nglingiz yerim bo'lsa, harakatingizni o'zgartiring. Mening ko'nglim yerim bo'lmaganda. Bu men edam. O'xshash qaranglash kelan, qarang siz bilan men ish kelan o'xshashlarga. Men nima ish qilmayapsiz? Mening shu qilayotgan ishim faqat harakatimni o'zgartirman. Mesela qattiq yerib ketib ko'nglingiz yerim bo'ldi. Meni mashina olsa qaranglar. Men darhol chiniq o'taman. Asli bu yerib ketgan chiniqsiz bo'lmaydi-ku. Lekin qattiq jalliqlish kitsiz. Shunda kayfiyatingiz yaxshi. İşler hal olur. Aşında. Qachon ko'rishimiz yana? Saat 6:15'da. Qadrliklerim, sizlarga azroq foydasi uchun umid qilaman. Rahmat sizlarga. Sağ olun.
Qarangsak deylik bundaq bo'lsa. Aranglarda asosan hammalar degidek til o'rganayotsan-ku, ha? Shuning uchun o'sha til o'rgansam, qandaq usullar o'rgansam, eng yaxshi tiz oldirandi deb keldinglar. Men birinchi, hozir usul so'zlamayman. Mandaq usul nurg'unlar ma'nosi qiziqdi, men deb berayim. Bu mesela ingliz bo'ladi, qaysi til bo'ladi, o'rgansangiz mandaq yozasiz, mandaq yodlaysiz, mandaq narsalardan foydalanasiz, mandaq usulda, mandaq vaqt o'rganasiz degan gaplar bor. Shunga ham qiziqsiz. Shundaroq bir gaplarni qanaqa paskan, deb o'ylaysiz. Lekin hozir beshida bunday gap deb bermayman men. Bunday gapmi yo'q. Hozirning o'zida yil chiqirib. Birinchi, til o'rganishda men nurg'un kishilarni ko'rdim, o'zim til o'rgandim. Nurg'un bolalarga endi til o'rgatib boqdim. O'rgangan bolalarni ko'rdim. Bularning endi til o'rgangan vaqtda ko'pincha vaqtlarda qaraman. Bu odam ikki ta narsa bilan keldi amaliyotga. Bu odamda ikki narsa